Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Sog'-salomatmisiz? Ahvollaringiz yaxshimi? Va nihoyat biz uzoq kutishlardan so'ng o'zimizning Telegram ilovamizni Anishoir ilovasini ishga tushirdik va ilovamiz premyerasini albatta eng shedevr animelardan biri Naruto animesi bilan boshlayapmiz. Naruto hikoyamizning 5 ta qismi allaqachon Anishoir ilovamizda tayyorlab qo'yilgan. Avvaliga siz mana shu videoni to'liq mazza qilib tomosha qiling, keyin esa video ostidagi havola orqali Anishoir ilovamizga o'tib, mening ovozim bilan tayyorlangan Narutoning qolgan qismlarini ham bemalol ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Endi esa sizga manoqli tomosha tilayman. Salomat bo'ling. Qani, ketdik do'stlar. Bu serialning birinchi epizodi va agar sizlardan dahshatli layklar va zo'r reaksiyalar kelsa, keyingi qismni ham tezda tayyorlaymiz. Xullas, hikoyamiz bundan naq 12 yil oldin boshlanadi. Tasavvur qiling, qop-qorong'u tun va to'satdan qishloqqa ulkan, dahshatli tulkiga o'xshash yirtqich bostirib kiradi. Bu shunchaki tulki emas, uning naq 9 ta dumi bor. U shunchalik kuchliki, bitta zarba bilan butun boshli tog'ni tekis qilib yuborishi mumkin. Ishonasizmi? Qishloq ninjalari unga qarshi jangga kirishadi. Hamma o'z jonini jabborga berib jang qiladi, lekin afsuski, ko'plab qahramon ninjalarimiz halok bo'lishadi. Qolganlari esa og'ir yarador bo'lib qolishadi. Haqiqiy dahshatli vayronagarchilikning o'zi edi bu. Bu 9 dumli tulki shunchalik yengilmaski, hech kim unga tirnash ham yetkaza olmayotgan edi. Lekin ana shunday umidsiz pallada qishloqning eng kuchli ninjasi 4-Hokage maydonga chiqadi. Bilmaganlar uchun, Hokage bu qishloqning eng zo'r lideri, shohi degani. 4-Hokage o'z hayotini xavf ostiga qo'yib, bu maxluqqa qarshi mardlarcha jang qiladi va oxiri uni kichkina endigina tug'ilgan chaqaloqning tanasiga muhrlab qo'yadi. Endi esa 12 yil oldinga sakraymiz. Ekranda Naruto Uzumaki ismli o'ta to'polonchi sho'x bolakay paydo bo'ladi. Bu bola shunchalik bezoriki, qishloqdagi muqaddas Hokage haykallarining yuziga bo'yoq chaplab qochib yuribdi. Ularga zo'r mo'ylovlar chizib qo'yganini aytmaysizmi? Uning bu qiliqlaridan charchagan ninjalar 3-Hokagega borib dodvoy qilishadi. Naruto esa devor orqasida mazza qilib yashirinib o'tirganda to'satdan uning ustozi Iruka sensei paydo bo'lib, uni qulog'idan cho'zib oladi. "Hoy, tentak, bugun imtihoning bor-ku. Bu yerda nima qilib yuribsan?" deb dakki beradi. Ha, aytgancha, sensei degani bu ustoz, o'qituvchi degani. Bilib qo'yganingiz yaxshi. Xullas, Iruka sensei Narutoni sudrab maktabga olib boradi. Sinfga kirgach, u hammaga qarab, "Bugun hammangiz imtihon topshirasiz. Qani, menga o'zgarish jutsusini qilib ko'rsatinglar-chi." Birinchi bo'lib Sakura chiqadi va bu ninja san'atini ajoyib tarzda bajarib beradi. Keyin esa sinfning eng zo'r, eng krutoy yigiti Sasukening navbati keladi. Hamma uni hurmat qiladi. Sakura esa uni deb umuman aqldan ozgan, sevib qolgan. Sasuke ham imtihondan osongina bitta harakat bilan o'tadi. Va nihoyat bizning qahramonimiz Narutoning navbati. Hamma uni yomon ko'rib, "Shu ahmoqni deb yana imtihon topshiryapmiz, ha, nimasini aytasan?" deb g'uldirashardi. Lekin shu payt Hinata ismli juda yoqimtoy qizaloq qizarib ketib, ichida Narutoga dalda beradi. "Naruto, sen buni eplaysan." Qani, ko'ramiz Naruto nima karomat ko'rsatarkan. Qaranglar, Hinata uni shunchalik yaxshi ko'radi, lekin bizning Naruto unga umuman e'tibor ham bermaydi-ya. Qoyilmisiz? Endi esa eng qiziq joyi, Naruto o'zining o'zgarish jutsusini ishga soladi va shunday bir g'alati, hijolatli qiyofaga kirib oladiki, buni ko'rib Iruka senseining ko'zlari qinidan chiqib ketay deydi. "Bu nima qiliq, ahmoq bola? Agar shunday qilaversang, imtihonlardan hech qachon o'tolmaysan", deb baqiradi u. Shundan so'ng Iruka sensei Narutoni jazolaydi va u bo'yab tashlagan o'sha mashhur Hokage haykallarini yuvib tozalashga majbur qiladi. "Yaxshilab ishla, qahramon." Iruka sensei unga qarab, "Tezroq qimirlab tozalab tashla bularni", deydi. Naruto esa xafa bo'lib, Xo'p, baribir meni uyda hech kim kutmayapti", deb javob beradi. Ana xolos, do'stlar, shu joyida biz Narutoning ota-onasi yo'qligini, u butunlay yolg'iz ekanligini tushunib yetamiz. Buni eshitib, Iruka senseining biroz rahmi keladi va "Agar ishni tezroq tugatsang, seni ramyon yegani olib boraman", deb aytadi. Ramyon bu Yaponiyaning mashhur ugrasi, Narutoning esa eng sevimli taomi. Jonu dili desak ham bo'ladi. Xullas, ular ovqatlanib o'tirishganida Iruka sensei so'raydi: "Naruto, nega haykallarni bo'yab tashlading? Ular kimligini bilmaysanmi o'zi?" Naruto esa ishonch bilan, "Albatta bilaman. Ayniqsa 4-Hokageni. Axir u qishlog'imizni 9 dumli maxluqdan qutqarib qolgan-ku", deb javob beradi. "Lekin qarab turing, men ularning hammalaridan ham kuchliroq bo'laman va albatta qishloqning eng kuchli Hokagesi bo'laman", deb maqtanadi Naruto. Keyin esa u Iruka senseidan peshonasidagi ninja bog'ichini bir marta taqib ko'rishini so'raydi. Axir u ham o'zini haqiqiy ninjadek his qilib ko'rmoqchi-da. "Iltimos, bir marta taqib ko'ray", deb aytadi
dedi u, lekin Iruka sensei kulib, "Yo'q, Naruto. Bu bog'ishni faqat maktabni muvaffaqiyatli bitirganlar oladi. Ertaga imtihoning bor. Agar o'tsang, o'zing shunaqasiga ega bo'lasan", deb aytadi uning sensei. Va mana ertasi kuni bitiruv imtihoni boshlanadi. Iruka sensei hammaga shartni e'lon qiladi. Imtihondan o'tish uchun soya klonlari jutsusini bajarish kerak. Buni eshitgan Narutoning rangi quv o'chib ketadi. Chunki do'stlar, bu uning eng yomon ko'rgan va umuman eplolmaydigan yagona jutsusi edi. Ana endi nima bo'larkan, ko'ramiz. Ha, do'stlar, jutsu nima o'zi desangiz, bu ninjalarning maxsus texnikasi bo'lib, uning yordamida har xil g'ayritabiiy narsalarni qilish, dahshatli hujumlar uyushtirish mumkin. Kelgusi qismlarda bu haqida hali ko'p eshitasiz. Oldinda Gaara bilan bo'ladigan shunday dahshatli janglar borki, shunchaki portlaysiz. Shuning uchun hozirdan videoga like bosib, qo'llab-quvvatlab yuboringlar. Zo'r pasmotr bo'lsa, keyingi qismni darrov chiqaramiz. Xullas, hikoyaga qaytdik. Hamma bolalar o'zining soya klonini yaratib imtihondan o'tib ketishadi. Navbat Narutoga kelganda esa, u shunday bir o'lik shalviragan klon yaratadiki, buni ko'rib Iruka sensei shok holatiga tushib qoladi. Bu bola bilan nima qilsam ekan, deb bosh qotirayotganda yonidagi Mizuki sensei, "Qo'yaver. Shuni ham o'tkazib yuboraylik", deydi. Buni eshitib Naruto xursand bo'lib ketadi, lekin Iruka sensei qat'iy turib, "Yo'q, uni o'tkaza olmayman", deb keskin javob beradi. Haqiqiy ninja o'z kuchiga tayanishi kerak, lekin Narutoda hozircha bunday qobiliyat yo'q. Buni eshitib Narutoning jahli chiqadi. Keyingi sahnada ko'ramizki, butun sinf imtihondan o'tgan, faqatgina bizning Naruto yiqilgan. U bir chekkada arg'imchoqda o'tirib, xursand bolalarga qarab juda ham xafa bo'ladi. Shu payt ba'zi bolalar uni masxara qilib, "To'qqiz dumli tulki! To'qqiz dumli tulki!" deb ustidan kula boshlashadi. Narutoning yuragi ezilib ketadi. Lekin aynan shu payt uning oldiga Mizuki sensei kelib qoladi. U Narutoni yupatib, imtihondan o'tishning boshqa yashirin yo'li borligini aytadi. Qiziq, qanaqa yo'l ekan, a? Boshqa tomonda esa Iruka sensei o'yga tolib o'tirardi. U 3-Hokagening gaplarini eslardi. Naruto ham sen kabi yetim. U ham yolg'izlik nimaligini yaxshi biladi. Gap shundaki, do'stlar, o'sha 9 dumli tulki Iruka senseining ota-onasini ham uning ko'z o'ngida o'ldirgan edi va u o'shanda hech narsa qila olmagan. Shu payt to'satdan Mizuki sensei yugurib kelib, Irukaga dahshatli xabarni aytadi. "Naruto muhrlar o'ramini o'g'irlab qochib ketdi." Buni eshitib Iruka sensei shokdan qotib qoldi. Bebosh bola, nima qilmoqchisan o'zi? Boshqa tomonda esa bizning sodda Naruto qalin o'rmon o'rtasida o'tirib olib, o'sha o'ramni o'qishga harakat qilyapti. Uning maqsadi bitta. Qandaydir zo'r jutsu, masalan, ko'p soyali klon jutsusini o'rganib olsa, Iruka sensei uni maqtab imtihondan o'tkazib yuboradi deb o'ylagandi-da. U ham boshqalar qatori bitiruvchi bo'lmoqchi. Lekin afsuski, Naruto bu qiyin yozuvlardan hech baloni tushunmayotgan edi. Shu payt qishloqda 3-Hokage darhol barcha ninjalarga Narutoni topishga buyruq beradi. Oradan biroz vaqt o'tgach, Iruka sensei Narutoni qalin o'rmon o'rtasida xotirjam o'tirgan joyda topib oladi. "Hoy, Naruto, bu yerda nima qilyapsan o'zi? Nega muhrlar o'ramini o'g'irlading?" deb so'raydi. Naruto esa soddalik bilan, "Buni o'g'irlashni menga Mizuki sensei aytgandi", deydi. Buni eshitib Iruka sensei shok holatiga tushib qoladi. Shu payt uzoqdan Narutoga qarab syurikenlar, ya'ni o'tkir ninja pichoqlar uchib keladi. Iruka sensei o'ylab o'tirmasdan Narutoni himoya qilish uchun o'zini oldinga tashlaydi va syurikenlar uning o'ziga sanchiladi. Mana bu qahramonlik. Keyin ma'lum bo'ladiki, bu hujumni qilgan odam aynan Mizuki senseining o'zi ekan. Iruka sensei hammasini tushunib yetadi. Bu yaramas Mizuki o'ramni qo'lga kiritish uchun Narutodan shunchaki foydalangan. Iruka qon ichida yotib, "Naruto, tezroq bu yerdan qoch", deb baqiradi. Naruto hech narsani tushunmay Mizukiga qarab, "Sensei, bu yerda nimalar bo'lyapti o'zi?" "Ey Naruto, bu Iruka sensei sening kuchli bo'lishingni umuman xohlamaydi. Shuning uchun o'ramni ishlatishingga qarshi", deb vaj to'qiydi. Bechora Naruto nima qilishni bilmay boshi qotib qoladi. Shu payt Mizuki eng dahshatli sirni ochadi. "Naruto, bilasanmi o'zi, Iruka senseining ota-onasini aynan sen o'ldirgansan. Chunki sen o'sha 9 dumli tulkisan." Ana xolos, do'stlar, shok. Ma'lum bo'lishicha, bundan 12 yil oldin 4-Hokage o'sha dahshatli maxluqni aynan Narutoning tanasiga muhrlab qo'ygan ekan. Ha, Naruto o'sha bolaning o'zi. Iruka sensei qattiq yaralangan bo'lsa ham, "Jim bo'l, Mizuki, unga buni aytma", deb baqirib uni to'xtatishga urinadi. Endi hammasi tushunarli bo'ldi, do'stlar. Nega butun qishloq Narutoni yomon ko'rishi, nega hech kim u bilan do'stlashishni xohlamasligi endi oydinlashdi. Axir uning ichida 12 yil oldin qishloqni vayron qilgan qanchadan qancha odamlarning uyini kuydirgan o'sha 9 dumli tulki yashiringan ekan. Naruto bolaligidan mutlaqo yolg'iz o'sgan. Uning bitta ham do'sti
do'sti yo'q edi. Shu payt Iruka sensei bir narsani chuqur anglab yetadi. Narutoning qilib yurgan hamma to'polonliklari, haykallarni bo'yashlari, bularning hammasi shunchaki e'tibor tortish uchun ekan. U shunchaki odamlar uni ko'rishini, borligini tan olishini xohlagan edi xolos. Hech bo'lmasa to'polon qilsam, menga e'tibor berishadi-ku, deb o'ylagan ekanda bechora bola. Aks holda hamma uni ko'rmaganga olib yolg'iz tashlab qo'yaverardi. Va aynan shu emotsional yurakni ezadigan pallada yaramas Mizuki Narutoga qarab o'ta ulkan dahshatli syurikenni uloqtiradi. Voy bo, mana buni pastkashlik desa bo'ladi. Naruto jon holatda qochishga urinadi, lekin Iruka sensei o'zini o'qqa tutib Narutoni himoya qilish uchun uning oldiga sakraydi. O'sha ulkan dahshatli syuriken Iruka senseining orqasiga sanchiladi. Voy bo, qanday og'riqli. Lekin shu tariqa Narutoning joni omon qoladi. Naruto shok holatida qotib qolib, "Iruka sensei, nega men uchun bunday qilyapsiz?" deb so'raydi. Iruka sensei esa ko'zida yosh bilan javob beradi. "Naruto, mening bolaligim ham xuddi senikidek o'tgan. Ota-onamdan ayrilganimdan keyin hamma meni unutgandek edi. Men ham xuddi sendek odamlarning e'tiborini tortish uchun har xil to'polonlar qilardim. O'zimni ko'rsatishga urinardim." Buni eshitgan Naruto nima qilishni bilmay, muxurlar o'ramini ko'tarib bu yerdan tezda qochib ketadi. Naruto hali ham "Iruka sensei ichimdagi 9 dumli tulki sababli mendan nafratlanadi" deb o'ylayotgan edi. Boshqa tomonda esa 3-Hokage o'zining sehrli sharidan bu voqealarning barchasini kuzatib o'tirardi. Iruka sensei orqasidan sanchilgan syurikenni sug'urib olib Mizukiga qarab otadi va Narutoning orqasidan yugurib ketadi. Iruka yugurib borib Narutoga yetib oladi. "Naruto, Mizuki aldayapti. O'ramni menga ber", deydi. Lekin Naruto kutilmaganda Irukaga shunday qattiq zarba beradiki, Iruka uchib borib tushadi. Qiziq, u nega bunday qildi? Chunki do'stlar, bu aslida Iruka emas, balki o'ramni olish uchun Irukaning qiyofasiga kirib olgan yaramas Mizuki edi. Lekin Iruka sensei ham allaqachon aqlli. U Mizukidan bir qadam oldinda yurardi. Iruka sensei allaqachon Narutoning qiyofasiga kirib Mizukini chalg'itishga uringan edi. Buni tushungan Mizukining jahli chiqib ketadi. Mizuki unga baqiradi: "9 dumli tulki ota-onangni o'ldirganini nahotki unutgan bo'lsang?" Iruka sensei esa qat'iy javob beradi: "Ha, ota-onamni 9 dumli tulki o'ldirgan. Lekin buning Narutoga hech qanday aloqasi yo'q. Naruto umuman boshqa. U juda yaxshi, beg'ubor va mehribon bola." Shu payt daraxt orqasida yashirinib turgan Naruto bu gaplarni eshitib ko'zlaridan duv-duv yosh to'kiladi. Iruka sensei og'ir yaralangan, Mizuki esa o'zining ulkan syurikeni bilan uni o'ldirmoqchi bo'lib turganida, kutilmaganda Naruto otilib chiqib Mizukining basharasiga shunday dahshatli tepki tushiradiki, "Agar Iruka senseiga barmog'ingni tekkizsang, seni yanchib tashlayman", deb baqiradi u. Mana buni epik burilish desa bo'ladi do'stlar. Mizukining jahli chiqib ketadi va "Qani, menga barmog'ingni tekkizib ko'rchi, tirrancha", deb o'dag'aylaydi. Va aynan shu payt tayyor turing do'stlar. Naruto o'zining afsonaviy ko'p soyali klon jutsusini ishga soladi va naq 1000 dan ortiq klonlarni yaratib tashlaydi. Buni ko'rgan Mizuki senseining jag'i yerga tushib qoladi. Mana buni burilish desa bo'ladi. Bu qanaqasi? Axir bu eng qiyin, yuqori darajadagi jutsu-ku, deb shokda qotib qoladi. Qarang-a, bizning Naruto o'sha o'ramni atigi 5 daqiqada o'qib, shunday dahshatli texnikani o'rganib olgan ekan. Iruka sensei ham buni ko'rib hayratdan qotib qoladi. Keyin esa minglab Naruto klonlari yopirilib borib, yaramas Mizukining changini chiqarib, adabini berib qo'yishadi. Boshqa tomonda esa qishloq aholisi o'ram o'g'irlanganidan vahimaga tushib, nima qilishni bilmay yotishardi. Shu payt 3-Hokage kelib, "Vahimaga o'rin yo'q. Ular o'ramni olib tez orada qaytib kelishadi", deb hammani tinchlantiradi. O'rmonda esa juda ta'sirli sahna. Iruka sensei Narutoni yoniga chaqirib, ko'zlarini yumishni so'raydi. Naruto ko'zini yumib birozdan keyin ochsa, qarasaki, uning peshonasida o'sha orzu qilgan ninja bog'ichi turibdi. Eslaysizmi, ramyonxonada o'tirishganda Naruto xuddi shuni so'ragan edi. Bu degani Naruto ham endi rasman maktabni bitirdi va haqiqiy ninja bo'ldi. Naruto xursandligidan sakrab ketib, Iruka senseini qattiq quchoqlab oladi. Ertasi kuni esa qiziq voqea. Naruto bitta fotografga rasmga tushayotgan bo'ladi. Fotograf uning g'alati turishini ko'rib, "Hoy uka, bu qanaqa poza o'zi? Jinni bo'lganmisan? Shunaqa rasmga tushasanmi rostdan ham?" deb so'raganda Naruto, "Ha, albatta. Tezroq oling, zo'r chiqadi", deb fotografni shoshiradi. Fotograf,
Mayli, o'zing bilasan. Keyin menga nolib yurma yana. Deb rasmga oladi. Rasm tayyor bo'lganda qarasak, voy bu, xuddi masxarabozga o'xshab qolibdi-ku bu bola. Keyin Naruto bu rasmni 3-Hokagega topshirgani olib boradi va o'zicha maqtanadi. Bu rasmga tushishning o'zi bo'lmadi. Naq 3 soat makiyaj qildim-a. Lekin dahshat zo'r chiqdi, to'g'rimi? 3-Hokage rasmni ko'rib asabi buziladi. Bu qanaqa sharmandalik? Bor boshqatdan rasmga tushib kel, deb aytadi. Naruto esa xafa bo'lib, nega endi? Shuncha mehnat qildim-ku, boshqa tushmayman, deydi-da qaysarlik qilib yana o'sha o'zining hijolatli, g'alati qiz qiyofasiga kirib oladi. Ana xolos, bu bola hech qachon o'zgarmaydi-da. Va shunday yoqimtoy ovozda, "Iltimos Hokage bobo, unday qilmang", deb yalinishni boshlaydi. Buni ko'rib 3-Hokage shok holatiga tushib, hayratdan hushidan ketib yerga yiqiladi. Voy bu, qariya bunga chiday olmadi. Birozdan keyin esa o'ziga kelib stuliga o'tiradi-da, "Hoy bola, bu nima qiliq? Bu juda g'alati va yomon usul. Boshqa bunaqa qila ko'rma, tushundingmi?" deb tanbeh beradi. Ertasi kuni esa Naruto juda xursand bo'lib uyg'onadi. Bugun juda ajoyib kun bo'ladi, deb baqiradi u. Keyin nonushta qilgani o'tiradi, tayyorlanadi va ko'zi kechagina qo'lga kiritgan o'sha qadrli ninja bog'ichiga tushadi. Orzu ushaldi do'stlar, to'g'rimi? Ko'chada esa qahramonimiz Naruto viqor bilan yurib ketyapti. U peshonasidagi bog'ichga ishora qilib, "Mana, bugundan boshlab men ham rasman haqiqiy ninjaman", deb o'zicha g'ururlanib qo'yardi. Boshqa tomonda esa Sakuraning onasi, "Sakura, qizim, tezroq bo'l, kech qolasan", deb baqiryapti. Sakura esa, "Xo'p, oyi, ketyapman", deydi-yu, lekin uning ichidagi ikkinchi Sakura g'azab bilan, "Qachongacha men yosh bola deb o'ylaysizlar o'zi? Qachongacha meni yosh bola deb o'ylaysizlar o'zi? Men endi kuchli ninja bo'laman", deb isyon ko'taradi. Yo'lda u o'zining azaliy raqobatchisi Ino ismli qiz bilan to'qnashib qoladi. Ikkalasi bir-biriga shunday yomon qarab, kibr bilan muomala qilishadiki, dahshat. Ino unga, "Voy, ishonmayman. Sen ham imtihondan o'tdingmi?" deb kesatadi. Sakura esa bo'sh kelmay, "Ishingni qil, sen nimani ham bilarding", deb javob qaytaradi. Shunday qilib bu ikki qizaloq bir-biridan o'zib ketish uchun maktabgacha poyga o'ynab ketishadi. Sinfda esa bizning Naruto kimnidir o'ylab o'zicha tirjayib xursand bo'lib o'tiribdi. Shu payt Shikamaru kelib, "Hoy Naruto, bu yerda nima qilib o'tiribsan? Bu sinfga faqat imtihondan o'tganlar kiradi, og'ayni", deb aytadi. Naruto esa darrov peshonasidagi bog'ichni ko'rsatib, "Ko'zingni kattaroq ochib qaramaysanmi? Men ham endi rasman ninjaman", deb maqtanadi. Buni eshitgan Shikamaru unga g'alati qarab qo'yadi. Orqa partada o'tirgan yoqimtoy Hinata esa ich-ichidan xursand bo'lib, "Naruto, imtihondan o'tganingdan shunchalik baxtlimanki", deb o'ylaydi. Shu payt Sakura va Ino hansirab sinfga yugurib kelishadi. Naruto Sakurani ko'rib, "U mening oldimga kelyapti", deb yuzi qizarib xursand bo'lib ketadi. "Salom, Sakura", deb Naruto Sakurani qarshi olganda, Sakura shartta uni itarib yuborib, to'g'ri Sasukening oldiga boradi. "Salom Sasuke, yoningga o'tirsam maylimi?" deydi u shiringina ovozda. Shu payt Ino ham yetib kelib, "Yo'q, uning yonida faqat men o'tiraman, tushundingmi?" deb janjalni boshlaydi. Sasuke esa ichida, "Quloqni yeb yuborishdi-ku bu qizlar", deb pinagini ham buzmayapti. Boshqa tomonda esa 3-Hokage o'zining sehrli sharidan bu manzarani kuzatib o'tirardi. Uning yonida esa, "Ha, topdingiz, afsonaviy Kakashi akamiz turibdi". Kakashi ekranda Narutoni ko'rib qiziqib qoladi. Sinfda esa vaziyat taranglashyapti. Naruto Sasuke'ga qizlarning e'tibori tushayotganidan g'azablanib, shartta uning partasiga sakrab chiqadi va Sasuke'ning yuziga shunday yaqin kelib, unga yomon qarab turadi. Ikkalasi bir-birini yeb qo'ygudek tikilib qolishadi. Buni ko'rgan Sakura esa rashkdan yonib ketayotgan edi. Sakura baqiradi, "Naruto, pastga tush, Sasuke'ga tegma". Naruto esa ichida o'ylaydi, "Nega hamma shu manman yigitni yaxshi ko'radi-ya? Mendan nimasi ortiq o'zi?" Ikkalasi xuddi ashaddiy dushmanlardek bir-biriga ko'z urushtirib turganda, kutilmaganda orqadan bir bola Narutoni tasodifan turtib yuboradi va ana xolos Naruto va Sasuke tasodifan bir-biriga yopishib qolishadi. Ha, do'stlar, ular mayli. Davom etamiz. Voy bu, sharmandalik bo'ldi. Buni ko'rgan Sakuraning ko'zlari qinidan chiqib ketay deydi. Uning ichidagi Sakura, "Yo'q, bu bo'lishi mumkin emas. Naruto, seni o'ldiraman", deb faryod qiladi. Naruto va Sasuke esa bu hijolatli vaziyatdan keyin o'zlarini yomon his qilib tupurib tashlashadi. Lekin sinfdagi hamma qizlar g'azab bilan Narutoni do'pposlash uchun unga tashlanishadi. Buni shar orqali kuzatib turgan ustozlar esa, "Bu Naruto qachon qarasang o'ziga balo orttirib yuradi-da", deb bosh chayqashadi. Shundan so'ng sinfga Iruka sensei kirib keladi va hammaga qarab deydi, "Tabriklayman. Bugundan
boshlab hammangiz rasman ninjasiz. Lekin bu hali boshlanishi. Oldinda sizlarni juda ko'p qiyinchiliklar kutyapti. Endi hammangiz 3 kishilik jamoalarga bo'linasiz va missiyalarni birgalikda bajarasiz. Shu payt ekranda bechora Narutoni ko'ramiz. Yuz ko'zi momataloq bo'lib ketgan. Nimaga deysizmi? Axir boyagi qizlar uni rosa do'pposlashgandi-da. Keyin Iruka sensei jamoalarni e'lon qilishni boshlaydi va nihoyat 7-jamoa tarkibi o'qiladi. Naruto Uzumaki, Sakura Haruna va Sasuke Uchiha. Buni eshitib Naruto ham Sakura ham shokda. Lekin orqa partida o'tirgan bechora Hinata ich-ichidan xo'rsinib, qaniydi men ham Narutoning jamoasida bo'lsam, deb o'ylaydi. Voy bu sevgi qissasi juda qiziq bo'lyapti-ku do'stlar. Keyin esa Iruka sensei so'zlar davom etadi. Xullas 8-jamoada Hinata, Kiba va Shino bo'ladi. Sakura esa Sasukening yoniga tushganidan xursand bo'lib, Inoning asabiga tegishni boshlaydi. Keyin Iruka sensei 10-jamoani e'lon qiladi. Ino Yamanaka, Shikamaru Nara va Choji Akimichi. Shu payt Naruto shartta o'rnidan turib baqiradi. Bir daqiqa. Nega men kabi buyuk ninja bu man Sasuke bilan bir jamoada bo'lish kerak ekan? Iruka sensei esa xotirjam javob beradi. Naruto, Sasuke sinfning eng zo'r o'quvchisi. Sening baholaring esa eng past. Balansni saqlash uchun eng zo'rlar bilan eng qoloqlarni bir jamoaga qo'shdik. Buni eshitib, hamma kulib yuboradi. Sasuke esa Narutoga qarab, menga ortiqcha gapirma, tushundingmi? Omadsiz deb qo'yadi. Iruka sensei tushlikdan so'ng hamma o'zining yangi ustozi bilan tanishishini aytadi. Dars tugagach, Sakura hamma joydan Sasuke'ni qidirib yuradi. Shu payt orqadan Naruto kelib, Sakuraga qarab shunday deydi. "Qalay Sakura, biz bitta jamoada ekanmiz. Yur birga tushlik qilib yaqindan tanishib olamiz", deydi xursand bo'lib. Sakura esa uni shartta rad etib, "Naruto, sen shunchaki bosh og'rig'isan. Bilasanmi shuni?" deya ketib qoladi. Bechora Naruto bir chekkada o'tirib o'yga tolib qoladi. Nega Sakura menga doim shunaqa yomon muomala qiladi? Biror narsa o'ylab topishim kerak. Shu payt uning ko'zi deraza oldida o'tirgan Sasuke'ga tushadi va kallasiga bitta dahshatli ayyorona reja keladi. Naruto sekin Sasuke'ning oldiga borib, derazani shartta yopib qo'yadi. Buni ko'rib turgan Ino esa baqiradi. "Hoy, Naruto, agar Sasuke'ga biror narsa qilsang, o'zim seni o'ldiraman." Ichkaridan esa dahshatli jang ovozlari eshitila boshlaydi. Gumbur, lekin qarasak, Sasuke Narutoni arqon bilan chigallab bog'lab tashlagan ekan. Keyin Sasuke derazadan sakrab xotirjam chiqib ketadi. Buni ko'rgan Shikamaru hayratlanib deydi. "Oho, bu Sasuke rostdan ham dahshatli kuchli ekan-ku. Narutoni bir soniyada pachoqlab tashladi-ku." Ino esa kibr bilan, nima deb o'ylading? Naruto kabi omadsiz bola bizning zo'r Sasuke'ni yenga olarmidi? Hech qachon." Boshqa tomonda esa Sakurani ko'ramiz. U xomush bo'lib o'zicha o'yga tolib o'tiribdi. "Men Sasuke'ning e'tiborini tortmoqchiman. U bilan do'st bo'lishni xohlayman, lekin unchalik chiroyli emasman-ku." Lekin kutilmaganda uning oldiga Sasuke'ning o'zi kelib qoladi. Buni ko'rib Sakuraning yuzlari qizarib, xursandligidan yuragi qinidan chiqib ketay deydi. Sasuke xotirjam uning yoniga o'tirib so'raydi. "Sakura, senga Naruto qanday bola bo'lib ko'rinadi?" Sakura esa darrov, "Narutomi? Men uni umuman yomon ko'raman. U shunchaki asabga tegadigan bosh og'rig'i. Undan boshqa hech narsa emas", deb javob beradi. Lekin qiziq, Sasuke nega aynan Narutoni so'radi ekan-a? "Lekin men seni yaxshi ko'raman, Sasuke. Sen uchun hamma narsaga tayyorman", deb Sakura unga juda yaqinlashib, romantik vaziyatni boshlaydi. Ammo do'stlar, diqqat qiling, kadr o'zgaradi va biz boyagi xonada Naruto emas, balki haqiqiy Sasuke arqonga chigallab tashlanganini ko'ramiz. Qanaqasiga deysizmi? Kichkina flashback. Naruto o'rnini almashtirish jutsusini ishlatib arqondan qutulgan va o'zining soya klonlari bilan Sasuke'ni boplab bog'lab ketgan ekan. Ya'ni hozir Sakuraning oldida o'tirgan Sasuke bu aslida o'zgarib olgan Naruto. Voy ayyorey! Sakura unga tobora yaqinlashaveradi. Narutoning yuragi duk urib ketadi. Lekin aynan shu eng qiziq joyida Narutoning qorni dahshatli og'rib qoladi. U chiday olmay shartta o'rnidan turib qochib ketadi. Sakura esa, "Voy, Sasuke'm uyalib ketdi", deb o'ylaydi. Naruto esa hojatxonaga kirib olib dod deyapti. Hojatxonada o'tirgan Naruto o'zicha o'yga tolib, Sakura baribir meni bosh og'rig'i deb o'ylaydi, deb xafa bo'ladi. Keyin kallasiga yana bitta jinnicha reja keladi. Agar men Sasuke'ning qiyofasida g'alati qiliqlar qilsam, Sakura undan nafratlanib qoladi-ku, deb xursand bo'lib ketadi. Lekin bu payt haqiqiy Sasuke arqondan qutulib Sakuraning yonidan jimgina o'tib ketayotgan edi. Sasuke to'xtab, "Sakura, Naruto qayerda?" deb so'raydi. Sakura esa burnini jiyirib, uni qo'yaver. U seni yengib birinchi raqamli
yordamli bo'lmoqchi o'zicha. Unga nima to'g'ri, nima noto'g'riligini o'rgatadigan odamning o'zi yo'q. U shunchaki xudbin. Shuning uchun ham doim yolg'iz, deb aytadi. Buni eshitgan Saskining yuzi birdan o'zgarib, g'azab bilan Sakuraga qaraydi. Sen o'zi yolg'izlik nimaligini qayerdan ham bilarding? deb baqirib yuboradi. Sakura shok holatiga tushib, Saski, senga nima bo'ldi? Nega bunaqa deyapsan? deb duduqlanib qoladi. Saski esa uning ko'zlariga qarab sovuqqonlik bilan, chunki sen haqiqiy bosh og'rig'isan, deydi-yu ketib qoladi. Bum! Sakuraga dahshatli zarba. Boshqa tomonda esa Naruto nihoyat hojatxonadan yengil tortib chiqadi va ro'parasida g'azabga mingan haqiqiy Saskini ko'rib qoladi. Naruto darrov o'zining soya klonlarini yaratib jangga tayyorlanadi, lekin ana xolos uning qorni yana dahshatli burab qoladi. Endi bitta Naruto emas, uning o'nlab klonlari ham qornini ushlab hojatxona sari yugurib ketishadi. Voy! Bu qanaqa kulgili holat-a? Bu paytda esa Sakura bir chekkada xomush o'tirib, endi tushundim. Narutoni bosh og'rig'i deganimda unga qanchalik og'ir botishini his qildim, deb o'z qilmishidan afsuslanadi. Shu payt Naruto boshqa tomondan yugurib keladi. Sakura unga qarab o'zini majburlab jilmayadi va gap boshlaydi. Naruto, yur, sinfga boramiz, deydi Sakura jilmayib. Lekin bizning shubhachi Naruto nima deb o'ylaydi deng? Aniq bu o'sha man Saski. Sakuraning qiyofasiga kirib, mendan qasos olmoqchi, deb o'ylaydi va aynan shu payt yana o'sha dahshatli qorin og'rig'i tutib qoladi va Naruto shamolday uchib qochib ketadi. Buni ko'rgan Sakuraning tepa sochi tikka bo'ladi. Boshqa tomonda esa 3-Hokage va afsonaviy Kakashi akamiz Narutoning uyida yurishibdi. Kakashi stol ustidan bitta sut qutisini topib oladi. Qarasaki, sutning yaroqlilik muddati allaqachon o'tib ketgan ekan. Ha, do'stlar, Naruto ertalab aynan shu aynigan sutni ichib olgan ekanda. Shuning uchun bechora butun kunni hojatxonada o'tkazishga majbur bo'ldi. Endi esa eng qiziq joyi, har 3 ta o'quvchiga bittadan ustoz biriktiriladi va bizning Naruto, Sakura hamda Sasuke tushgan 7-jamoaga aynan Kakashi ustozlik qiladigan bo'ldi. Qani, ko'ramiz, bu jamoa nima karomat ko'rsatarkan. Sinfda esa hamma yangi ustozini kutyapti. Naruto zerikkanidan bitta zo'r, lekin g'irt yosh bolalarcha hazil o'ylab topadi. U doska artadigan lattani eshikning tepasiga qistirib qo'yadi. Kim birinchi bo'lib kirsa, shartta boshiga tushadi, deb xursand. Buni ko'rgan Sasuke ensasini qotirib, "Qo'y, ahmoq, bu qanaqa arzon tryuk? Bizning ustozimiz haqiqiy elita ninja. Bunaqa oddiy tuzoqlarga tushmaydi", deydi kibr bilan. Lekin eshik ochiladi va paq latta to'g'ri Kakashining boshiga tushadi. Ana xolos, Naruto qotib kulishni boshlaydi. Sasuke esa shokda. Bu nimasi? Shu odam rostdan ham kuchli ninjami? Shunaqa oddiy narsadan ham qochib qutula olmadimi? deb o'ylaydi. Shundan so'ng Kakashi ularni ochiq havoga olib chiqadi va hammadan o'zini tanishtirishini so'raydi. Kakashi shunday deydi: "Mening ismim Kakashi Hatake. Nimalarni yaxshi ko'raman, nimalarni yomon ko'raman, buni sizlarga aytkim kelmayapti. Kelajakdagi orzularim, buni ham aytmayman." G'alati. Xullas, hech narsani aytmadi-ku bu odam. Keyin navbat Narutoga keladi. "Mening ismim Naruto Uzumaki. Men ramyon yeyishni jonimdan ortiq ko'raman. Eng yomon ko'rgan narsam esa o'sha ramyon tayyor bo'lguncha 3 daqiqa kutish. Mening eng katta orzuyim qishloqning eng zo'r Hokagesi bo'lish." Qoyil, aniq maqsadlar. Keyin Sakura qizarib gap boshlaydi. "Mening ismim Sakura. Men yaxshi ko'radigan narsam aniqrog'i odam", deb Sasuke'ga qarab uyalib ketadi. "Orzuyim esa", deb yana qizaradi. Kakashi ensasi qotib, "Xo'p, yaxshi ko'rganing tushunarli. Yomon ko'rganing kim?" deb so'rasa, Sakura shartta "Naruto" deydi. Bechora Narutoning yuragi chil-parchin bo'ldi-ku, do'stlar. Naruto yig'lab yubordi. Kakashi esa ichida o'ylayapti: "Voy xudoyim, bu qizlar kuchli ninja bo'lish o'rniga sevgi muhabbat bilan ovora-ku. Bu qanday kasallik?" Keyin esa navbat bizning jiddiy yigitimiz Sasuke'ga keladi. U shunday deydi: "Mening ismim Sasuke Uchiha. Mening bitta maqsadim bor. Uchiha klanini qayta tiklash va bir kishini yo'q qilish." Buni eshitgan Naruto qo'rqib ketib, "Iye, mabodo meni o'ldirmoqchi emasmi bu?" deb o'ylaydi. Shundan so'ng Kakashi jiddiy tortib deydi: "Xullas, ertaga birinchi missiyamiz omon qolish testi. Lekin bilib qo'yinglar, bu testdan yiqilish ehtimoli naq 66%. Agar yiqilsangiz hammangiz orqaga akademiyaga uchasiz." Ana xolos, endi ularning taqdiri to'liq Kakashining qo'lida. U ketayotib oxirgi dahshatli shartni aytadi: "Ertalab soat 5 ta kelasizlar va eng asosiysi aslo nonushta qilmanglar. Bo'lmasa o'yindan chiqasizlar. Tushunarlimi?" Ertasi kuni tong otar-otmas soat 5 ta hammalari och-nahor yig'ilib Kakashini kuta boshlashadi. Lekin bizning hurmatli ustozimiz odatdagidan dahshatli darajada kech qoladi. Naruto va Sakura asabdan portlay deb baqirishardi. Kakashi esa xotirjam:
uzr. Yo'limni bitta qora mushuk kesib o'tdi. Aylanib kelishga majbur bo'ldim. Deb bahona qiladi. Qoyili, shunaqa ham bahona bo'lar ekanmi? Keyin u soat 12 ga budilnik qo'yadi va ikkita kichkina qo'ng'iroqchani ko'rsatib deydi. Vazifa shundan iborat. Soat 12 gacha shu qo'ng'iroqchalarni mendan tortib olishingiz kerak. Agar eplay olmasangiz, tushlik qilmaysizlar. Saski darrov tushunadi. Demak, shuning uchun bizga nonushta qilmanglar degan ekanda. Sakura esa bitta g'alati narsani payqab qoladi. Ustoz, biz 3 kishimiz-ku. Nega qo'ng'iroqcha faqat 2 ta? Kakashi esa sovuqqonlik bilan javob beradi. Chunki orangizdan bittangiz aniq yiqiladi. Balki hammangiz yiqilarsiz, kim biladi. Qani tayyorlaninglar. Xohlagan jutsoyingizni ishlating, meni o'ldirish niyatida hujum qiling. Bo'lmasa yuta olmaysizlar, deb aytadi Kakashi. Naruto esa o'zicha tirjayib, axir siz bitta oddiygina lattadan qochib qutula olmadingiz-ku. Bizni qanday yengasiz? Deb ustidan kuladi. Kakashi esa xotirjam. Biz kuchlilar sen kabi omadsizlarning foydasiz harakatlarini shunchaki e'tiborsiz qoldiramiz, deb boplab tashlaydi. Buni eshitib Narutoning qoni qaynaydi va qo'liga o'tkir kunayni olib Kakashiga tashlanadi. Lekin ko'z ochib yumguncha Kakashi uning orqasida paydo bo'lib qo'lini shartta qayirib qo'yadi. Shoshma qahramon, men hali boshladik demadim-ku, deydi u. Kakashining bu dahshatli tezligini ko'rib uchalasi ham shokda qotib qolishadi. Keyin Kakashi boshladik deb ishora beradi. Sasuke va Sakura darrov o'rmon ichiga yashirinishadi. Kakashi ichida barakalla. Haqiqiy ninja yashirinishni qoyillatish kerak deb o'ylayotganda qarasaki, Naruto hech qayerga qochmasdan to'ppa-to'g'ri uning ro'parasida jangga tayyor bo'lib turibdi. Voy ahmoq, ey! Naruto qochish o'rniga, qani yakkama-yakka jang qilamiz deb Kakashiga qarab yuguradi. Kakashi esa ichida bu bola g'irt jinni-ku deb o'ylaydi. Naruto yugurib ketayotganda Kakashi to'satdan sumkasiga qo'l soladi. Naruto hozir qandaydir dahshatli qurol oladi deb taqa to'xtaydi, lekin Kakashi sumkasidan nima oldi deng? Bitta g'alati romantik kitob. Sen hujum qilaver, men kitobimni o'qib turaman. Menga farqi yo'q, deydi u xotirjam. Buni eshitgan Narutoning asabi qaynaydi va bor kuchi bilan tashlanadi. Lekin Kakashi uning hamma zarbalaridan xuddi raqsga tushayotgandek oson qochib qutuladi. Keyin esa Kakashi Narutoning orqasiga o'tib, barmoqlari bilan shunday g'alati va kulgili zarba beradiki, bechora Naruto uchib borib suvga gumburlab tushadi. Voy bu sharmandalik. Buni buta oralardan kuzatib turgan Sakura shokda. Voy xudoyim, bu ustozni yengishning umuman iloji yo'q-ku. U dahshatli darajada kuchli deb o'ylaydi. Shu payt Naruto suv ostidan ikkita suriken otadi, lekin Kakashi ularni shunchaki ikkita barmog'i bilan ushlab qoladi. Qoyilmisiz? Boshqa tomonda esa Iruka sensei 3-Hokagening oldiga kelib xavotir bilan, Kakashi rostdan ham shunchalik qattiq qo'lmi? deb so'raydi. Hokage unga bitta ro'yxat daftarini ko'rsatadi. Qarasak, shu paytgacha Kakashining imtihonidan biror marta bitta ham o'quvchi o'ta olmagan ekan. Uning o'tish ko'rsatkichi 0%. Shu paytda esa Naruto suvdan chiqib, men baribir bu imtihondan o'taman deb baqiradi va o'zining mashhur ko'p soyali klon jutsusini ishga soladi. Sakura buni ko'rib jag'i tushib qoladi. Iye, bu omadsiz bola qachon bunaqa zo'r texnikani o'rganib oldi? Kakashi ham hayratda. Demak, uning Mizukini shu jutsu bilan yengani haqida gaplar rost ekanda. Shunday qilib, o'nlab Naruto klonlari Kakashiga qarab yopirilib boradi. Bitta klon Kakashini orqasidan mahkam ushlab oladi. Kakashi rostdan ham kutilmagan zarbadan hayratda qoladi. Buni uzoqdan kuzatib turgan Sasuke ham qoyil, yomon harakat emas bu safar o'xshatdi deb tan oladi. Hamma klonlar Kakashini o'rab olib, bittasi uning yuziga shunday dahshatli musht tushiradiki, lekin tutun tarqalganda qarasak, u yerda Kakashi yo'q. Uning o'rniga boshqa bitta Naruto kloni kaltak yeb yotibdi. Ha, Kakashi o'rin almashtirish jutsusi bilan qochib qolgan ekan. Endi nima bo'ldi deng? Klonlarning hammasi oramizda Kakashi yashirinib olgan deb o'ylab, birma-bir ayovsiz do'pposlashishni boshlab yuborishdi. O'zini o'zi uryapti ahmoq bola. Buni ko'rgan Sakura esa yuziga urib, "Voy xudoyim, bu bolaga qachon aql kiradi o'zi?" deb o'tiribdi ichida. Voy, buni qarang, bu ahmoq o'zining klonlari bilan fuqarolar urushini boshlab yubordi-ku. G'irt tentak. Shu payt Naruto yerda yaltirab yotgan qo'ng'iroqchani ko'rib qoladi. Kakashi ustoz buni tushirib yuboribdi-ku. Qanday omadim keldi deb xursand bo'lib uni olmoqchi bo'ladi, lekin shartta oyog'idan osilib Kakashining oddiygina tuzog'iga tushib qoladi. Kakashi daraxtdan tushib, "G'o'r bolakay,
Shunaqa oddiy tuzoqqa ham tushasanmi? deb ustidan kuladi. Shu payt daraxt tepasida poylab turgan Sasuke vaziyatdan foydalanib qolmoqchi bo'ladi. Kakashining e'tibori Narutoda ekanligini ko'rib, unga qarab bir nechta Shuriken va kunaylarni otadi. Pichoqlar to'g'ri Kakashiga sanchiladi. Buni ko'rgan Naruto xursand bo'lib, "Qoyil, Sasuke, boplading!" deb baqiradi. Lekin Kakashi o'rin almashtirish jutsusini ishlatib, o'rniga bitta yog'ochni qoldirib qochishga ulgurgan edi. Buni ko'rgan Sasuke darrov u yerdan juftakni rostlaydi va ichida o'ylaydi. Jin ursin. Men katta xato qildim. Endi u qayerdaligimni biladi. Tezroq boshqa joyga yashirinishim kerak, deb o'ylab qoladi. Sakura ham Sasuke'ni izlab o'rmon ichida yugurib yurgan edi. Shu payt u uzoqdan Kakashini ko'rib qoladi. Xayriyat, u meni ko'rmadi, deb endi yengil tortganda to'satdan Kakashi uning naq orqasida paydo bo'lib, "Men shu yerdaman", deydi. Sakura qo'rqqanidan shunday dahshatli qichqirib yuboradiki, butun o'rmon titrab ketadi. Boshqa tomonda esa bizning qahramon Naruto kunayi bilan arqonni kesib nihoyat pastga tushadi. Lekin qadam qo'yishi bilan yana xuddi o'sha tuzoqqa tushib, oyog'idan osilib qoladi. Voy ahmoq-ey! Bu paytda Kakashi Sakuraga qarshi dahshatli genjitsu ishlatadi. Sakura birdaniga hamma narsani unutib, "Iye, men o'zi bu yerda nima qilyapman?" deb atrofga alanglab qoladi. Shu payt orqadan Sasuke'ning ovozi eshitiladi. Sakura o'girilib qarasaki, voy bo, Sasuke qonga belanib dahshatli darajada yaralanib yotibdi. Buni ko'rgan Sakuraning yuragi dosh bermay shartta hushidan ketib yiqiladi. Kakashi daraxt tepasida turib, "Men biroz oshirib yubordim shekilli. Qiz bola ekanini unutibman", deb ensasini qashlab qo'yadi. Sakuraning dahshatli chinqirig'ini eshitgan haqiqiy Sasuke voqea joyiga yetib keladi va Sakurani genjitsu ta'siriga tushganini ko'rib qoladi. Ya'ni ongni boshqaradigan gallyutsinatsiya tuzog'iga tushganini tushunib yetadi. Do'stlar, genjitsu juda dahshatli narsa. Bu haqda kelgusi qismlarda hali ko'p gaplashamiz. Shundan so'ng Sasuke Kakashiga qarab Shurikenlar yomg'irini yog'diradi va uni o'zining maxsus tuzog'iga tushirmoqchi bo'ladi. Lekin Kakashi juda epchil, u osongina qochib qutuladi. Sasuke bo'sh kelmay, to'satdan Kakashining orqasidan paydo bo'lib dahshatli zarba beradi. Lekin Kakashi bu hujumni ham bitta qo'li bilan bemalol to'sib qoladi. Qanaqa yirtqich bu Kakashi o'zi. Shu payt Sasuke qo'ng'iroqchani ilib ketmoqchi bo'ladi, lekin Kakashi uni to'xtatib qoladi. Endi Kakashi hazillashmayapti. U jiddiy rejimga o'tdi. Boshqa tomonda esa bizning aqlli qizimiz Sakura hali ham gallyutsinatsiya ta'sirida. "Voy, Sasuke'm, yarador, uni qutqarishim kerak", deb o'zini yeyapti. Sasuke esa maxsus ninja harakatlarini qilib, Katen, olovli shar jutsusi deb baqiradi. Kakashi shokda. "Iye, bu qanaqasi? Bu jutsuga dahshatli darajada ko'p chakra kerak-ku. Nahotki bu bola shuni eplasa?" Sasuke og'zidan ulkan olov purkaydi, lekin tutun tarqalgach qarasak u yerda hech kim yo'q. To'satdan yer ostidan bitta qo'l chiqib Sasuke'ning oyog'ini ushlab oladi. "Kakashi, sen hali juda g'o'rsan, bolakay", deydi-da Sasuke'ni bo'ynigacha yerga tiqib qo'yadi. Bu paytda esa ochko'z Naruto tushlik qutilarini ko'rib qolib, o'g'rincha ovqatlanmoqchi bo'ladi, lekin Kakashi uni ham orqasidan kelib ushlab oladi. Kakashi unga qarab, "Yaxshi harakat, Naruto. Lekin o'xshamadi", deb kulib qo'yadi. Boshqa tomonda esa Sakura yugurib kelib, Sasuke'ning faqat boshi yer ustida turganini ko'radi va yana shartta hushidan ketib yiqiladi. Voy bo, bu qiz qachondir jang qiladimi o'zi? Birozdan keyin o'ziga kelib, Sasuke'ning soppa-sog' ekanini ko'radi va xursand bo'lib uni quchoqlamoqchi bo'ladi. Lekin Sasuke uni sovuqqonlik bilan itarib yuboradi. Sasuke jiddiy ohangda, "Vaqt tugashidan oldin qanday qilib bo'lmasin, o'sha qo'ng'iroqchalarni olishim shart", deb aytadi. Sakura esa qo'rqib ketib, "Qo'ysang-chi, biz buni eplolmaymiz. Kelasi yili qayta topshirarmiz. Qayerga shoshilyapmiz?" deb aytadi. Buni eshitgan Sasuke unga shunday dahshatli sovuq nigoh bilan qaraydiki, Sakuraning eti junjikib ketadi. Sasuke tishlarini g'ichirlatib, "Men uni o'ldirishim shart. Uni yo'q qilmagunimcha menga tinchlik yo'q", deydi. Sakura shu payt Sasuke'ning birinchi kundagi tanishuvini eslaydi. Eslaysizmi? Kakashi ustoz so'raganda Sasuke klanimni tiklashim uchun bir odamni o'ldirishim kerak degan edi. Va aynan shu eng qiziq tarang pallada jiring-jiring vaqt tugaganini bildiruvchi budilnik chalinib qoladi. Hamma bir joyga yig'iladi. Bizning sho'rlik Naruto esa ustunga chigallab bog'lab qo'yilgan. Voy bechora. Kakashi ularga qarab jiddiy ohangda, "Xullas qaror qildim. Men sizlarni akademiyaga qaytarib yubormayman", deb aytadi. Buni eshitgan Naruto xursandligidan sakrab yuboray deydi. "Ura! Demak biz imtihondan o'tdikmi?" Lekin Kakashining keyingi gapi ularning ustidan muzdek suv quygandek bo'ladi. "Yo'q, sizlar akademiyaga qaytmaysizlar. Chunki sizlar umrbod ninja bo'lish huquqidan mahrum bo'ldingiz. Diskvalifikatsiya." Buni eshitib uchalasining ham oyog'i ostidan yer qochgandek bo'ldi. Shok. Naruto tipirchilab, "Iya! Bu qanaqasi? Bunaqasi ketmaydi",
bo'lmaydi. Bu g'irt nohaqlik-ku, deb baqirishni boshlaydi. Kakashi ularga qarab, sizlarda ninja bo'lish uchun umuman hech qanday xislat yo'q, deydi. Buni eshitib Sasukening qoni qaynaydi va g'azab bilan Kakashiga tashlanadi. Lekin Kakashi uni shunchaki bitta harakat bilan yerga yotqizib, ustida xotirjam o'tirib oladi. Voy bu, Kakashi akamiz dahshat-ku. Buni ko'rgan Sakura esa Sasukemni qo'yib yubor, deb aqldan ozay deydi. Kakashi jiddiy ohangda: sizlar o'zi ninja bo'lish nimaligini bilmaysizlar. Buni qandaydir o'yin deb o'ylayapsizlarmi? Hech o'ylab ko'rdingizmi? Nega sizlarni aynan 3 kishilik bitta jamoaga qo'shishdi? deb savol beradi. Naruto esa yelkasini qisib, biz qayerdan bilaylik? Qoidalarni biz o'ylab topmaganmiz-ku, deydi. Kakashi esa jamoaviy ishlash uchun ahmoqlar, deb baqiradi. Buni eshitib uchalasi ham shokda qotib qoladi. Kakashi davom etadi: agar uchalangiz birgalikda jamoa bo'lib harakat qilganingizda, bu qo'ng'iroqchalarni mendan aniq tortib olgan bo'lardingiz. Shu payt Sakura gapga aralashib: to'xtang, axir qo'ng'iroqcha faqat ikkita-ku, deydi Sakura. Kakashi esa sovuqqonlik bilan: bu shunchaki sizlarni chalg'itish va bir-biringizga dushman qilish uchun o'ylab topilgan oddiy hiyla edi. Qarab turinglar. Sakura, sen faqat Sasukening orqasidan yugurding. Garchi u seni tashlab ketgan bo'lsa ham, yoningda yordamga muhtoj Naruto turganda unga umuman qaramading. Sasuke, sen esa boshqalarni shunchalik zaif deb bildingki, ular bilan birga ishlashni o'zingga ep ko'rmading. Ha, yakkama-yakka jangda hammangiz kuchlisiz, lekin eng asosiysi bu jamoa, dedi Kakashi. Keyin kutilmaganda qo'liga o'tkir kunayni olib, Sasukening tomog'iga tiraydi. Hamma shokda. Kakashi dahshatli ovozda: Sakura, hoziroq borib Narutoni o'ldirasan. Bo'lmasa men Sasukeni so'yib tashlayman, deb baqiradi. Voy, bu nima degan gap? Buni eshitib hammalarning yuragi qinidan chiqib ketay deydi. Kakashi kunayni tushirib tushuntiradi. Ko'rdingizmi? Haqiqiy missiyalarda aynan shunday bo'ladi. Dushmanlar sizning zaif nuqtangizdan foydalanadi va oqibatda ninjalar halok bo'ladi. Keyin Kakashi ularga uzoqdagi katta toshni ko'rsatadi. Bu toshga qaranglar. Bu yerda qishlog'imiz qahramonlarining halok bo'lgan ninjalarning ismlari yozilgan. Bu xotira toshi. Unda mening eng yaqin do'stlarimning ham ismlari bor, deydi u g'amgin ovozda. Mayli, men sizlarga yana bitta imkon beraman. Oxirgi imkon. Hozir hammangiz ovqatlanib oling. Lekin Naruto, senga ovqat yo'q, chunki sen qoidalarni buzding. Agar kimdir Narutoga bir tishlam ovqat bersa, o'sha zahoti o'yindan chiqadi, deb qat'iy ogohlantiradi. Boshqa tomonda esa Iruka sensei 3-Hokagening yonida o'tirib, xavotir bilan: Kakashi shu paytgacha bitta ham o'quvchini imtihondan o'tkazmagan. Ular nima qilar ekan, deb o'yga tolib o'tirardi. 3-Hokage ham ularning qobiliyatiga shubha bilan qarayotgan edi. Axir oldindagi haqiqiy missiyalar shunchalik dahshatli va xavfliki, bu g'or bolalar u yerda umuman tirik qolmasligi ham mumkin. Boshqa tomonda esa qaranglar, Sakura va Sasuke mazza qilib ovqatlanishyapti. Bizning bechora Narutoning qorni qur-qur etib butun o'rmonga eshitilyapti. Lekin Naruto o'zini mard qilib ko'rsatib: xavotir olmanglar, men haftalab ovqat yemasdan ham yuraveraman, o'zingiz yeyaveringlar. Lekin ich-ichidan ochlikdan o'layotganini o'zi ham yaxshi bilardi. Shu payt kutilmagan voqea yuz berdi. Sasuke o'zining ovqatini Narutoga uzatib: "Ma, shuni yeb ol", deydi. Buni ko'rgan Sakura shokda: Sasuke, jinni bo'ldingmi? Kakashi ustoz ko'rib qolsa seni o'yindan haydab yuboradi-ku, deb xavotirlanadi. Sasuke esa jiddiy ohangda: yo'q, Sakura, tushunmayapsanmi? Biz bitta jamoamiz. Agar Naruto och qolsa, u zaiflashib qoladi va biz u qo'ng'iroqchalarni hech qachon tortib ola olmaymiz, deydi. Buni eshitgan Sakura ham biroz yumshab, o'zining ovqatini Narutoga uzatadi. Mayli, men o'zi diyetadaman, ozginasini yeyishing mumkin, deydi. Buni ko'rib Narutoning ko'zlariga yosh kelib, emotsional bo'lib ketadi. Lekin bitta muammo bor edi. Do'stlar, men qanday yeyman, axir qo'llarim bog'langan-ku. Sakura, iltimos, o'zing yedirib qo'y, deydi u tirjayib. Shuni eshitib Sakuraning asabi qaynaydi. Sasuke esa shoshirib: tezroq bo'l Sakura, hozir Kakashi kelib qoladi, deydi. Sakura noiloj: xo'p, mayli, bu senga birinchi va oxirgi marta yordam berishim, tushundingmi, deb o'z qo'llari bilan Narutoga ovqat yedirishni boshlaydi. Voy bo, romantikani qaranglar. Lekin aynan shu payt osmonni bulut qoplab, Kakashi shunday dahshatli, qo'rqinchli qiyofada paydo bo'ladiki, xuddi ularni hoziroq o'ldirib yuboradigandek edi. Sizlar qoidalarni buzdingiz, endi jazoga tayyorlaninglar, deb baqiradi u. Uchalasi ham qo'rqib ketish o'rniga bir-biriga qarab qat'iy ohangda: biz taslim bo'lmaymiz, chunki biz
bitta jamoamiz, deb javob berishadi. Kakashi bir muddat jim turadi-da, to'satdan jilmayib, demak sizlar bitta jamoasizlar, a? Unda hammangiz imtihondan o'tdingiz, deb aytadi. Nima? Uchalasi ham shokda qotib qolishadi. Iye, qanaqasiga? Rostdan ham o'tdikmi? Kakashi esa o'zining o'sha afsonaviy oltin so'zlarini aytadi. Ha, Naruto, ninja olamida qoidalarni buzganlar axlat hisoblanadi, lekin o'z do'stlarini tashlab ketganlar axlatdan ham battarroqdir. Ana xolos, do'stlar, qanday dahshatli va ma'noli so'zlar, a? Buni eshitib uchalasi ham xursandchiligidan osmonga sakrab yuboray deyishadi. Kakashi ustoz esa jilmayib, bilasizlarmi? Sizlar mening dahshatli testimdan o'tgan eng birinchi o'quvchilarsiz. Qolgan hamma mening oddiy hiylalarimga laqqa tushib yiqilib ketishgan. Shunday qilib 7-jamoa, tabriklayman. Ertaga birinchi haqiqiy missiyamiz boshlanadi. Qani, endi hammangiz uyingizga tarqalinglar, deydi. Hamma xursand bo'lib ketishni boshlaydi, lekin kuting, bizning bechora Naruto ustunga bog'langanicha qolib ketadi-ku. Hoy, insofsizlar! Meni ham yechib ketinglar. Qotib qoldim-ku, deb baqirib qolaveradi. Ertasi kuni esa jamoamiz o'zining ilk missiyasiga yo'l oladi. Quloqlarida mikrofon, xuddi haqiqiy maxsus operatsiyadagidek. Kakashi ratsiyada. Xo'sh, nishondan qancha uzoqdasizlar? deb so'raydi Naruto jiddiy ohangda. Nishongacha 5 metr ustoz. Biz to'liq tayyormiz. Faqat sizning bitta ishorangizni kutyapmiz, deydi. Kakashi esa juda yaxshi. Hujum, deb buyruq beradi. Buyruq berilishi bilan uchalasi ham yashindek tezlikda bitta mushukning ustiga sakrashadi. Ha, to'g'ri eshitdingiz, oddiy mushuk. Naruto darrov uni mahkam ushlab oladi. Kakashi ratsiyada. Sasuke, status qanday? deb so'raydi. Sasuke xotirjam, missiya muvaffaqiyatli bajarildi. Nishon qo'lga olindi, deb aytadi. Kakashi esa, demak, Tora ismli qochqoq uy mushugi ushlandi. Missiya yakunlandi, deydi. Buni eshitib Narutoning asabi qaynaydi. U mikrofonga bor ovozi bilan baqiradi. Bu nimasi? Bu qanaqa missiya o'zi? Biz haqiqiy ninjamiz-ku. Tuzukroq, dahshatliroq topshiriq bersangiz bo'lmaydimi? Mushuk quvib yurish sharmandalik-ku. Boshqa tomonda esa 3-Hokage xotirjam o'tirib ro'yxatini o'qiydi. 7-jamoa uchun bizda yana bir nechta ajoyib vazifalar bor. Birinchisi, bosh maslahatchining 3 yoshli bolasiga enagalik qilish, ikkinchisi uning xotiniga bozordan xarid qilishga yordam berish va uchinchisi dalada kartoshka archish. Buni eshitib Naruto chiday olmaydi va bor ovozi bilan baqirib yuboradi. Yo'q va yana yo'q. Menga qandaydir dahshatli, haqiqiy jangli missiya beringlar. Bu qanaqa bekorchi, zerikarli ishlar o'zi. Hoy, qariya, menga zo'r topshiriq bering, deb Hokagega hurmatsizlik qiladi. Shu payt Kakashi ustoz Narutoning boshiga paq etib bitta qattiq uradiki, bechora Naruto yerga gumburlab tushadi. Jim bo'l, ahmoq bola, deydi Kakashi va hammaga qoidalarni tushuntirishni boshlaydi. Eshitib olinglar. Missiyalar qiyinligiga qarab turli darajalarga bo'linadi. Ninjalarning ham o'z darajalari bor. Eng tepada Hokage turadi. Keyin elita ninjalar, joninlar, ulardan keyin chuninlar, keyin sizlarga o'xshagan yosh geninlar va eng oxirida akademiya o'quvchilari. Har bir ninjaga o'zining kuchi va darajasiga qarab missiya beriladi. Agar missiya muvaffaqiyatli bajarilsa, buning evaziga qishloqqa pul to'lanadi va shu orqali butun qishloqning iqtisodiyoti tirikchiligiga aylanadi. Tushundilaringmi? Hokage tushuntirishda davom etadi. Naruto, sen endigina genin bo'lding. Shinobi yo'lini endi boshlading. Shuning uchun senga faqat eng past darajadagi missiyalar beriladi. Lekin bizning qahramonimiz buni umuman eshitmayapti. U o'zicha, bugun qanaqa ramyon yesam ekan-a? Achchiqmi yoki go'shtli? deb xayol surib o'tiribdi. Buni ko'rib Hokage boboning asabi qaynaydi. Jim bo'l, deb baqiradi. Shundan so'ng Hokage ularga kutilmaganda S darajali missiya berishga qaror qiladi. Voy bu juda katta qadam. Shu payt xonaga xirt mast galdiraklagan bir amaki kirib keladi. U ninjalarga qarab, bu nima o'zi? Shu mitli pakanalar ham ninjami endi? deb ustilardan kuladi. Naruto xursand bo'lib, Sasuke, u sening ustingdan kulyapti, deydi. Lekin Sakura va Sasuke uning yoniga kelib turishganda Naruto o'zining eng pakana ekanligini tushunib yetadi. Ana xolos, sharmanda qildi-ku o'zini. Bu mast amaki keyin o'zini tanishtiradi. Mening ismim Tadzuna. Men usta ko'prik quruvchiman. O'z yurtimga qaytib, u yerda ulkan ko'prik qurishim kerak. Sizlar esa meni o'sha yerga
eson-omon yetkazib qo'yishingiz shart. Bizning 7-jamoa uning tansoqchilari sifatida o'zlarining ilk jiddiy missiyasiga yo'l olishadi. Lekin Tadzuna Narutoga qarab, shu mitta ahmoq meni himoya qila olarmidi deb ishonqiramay qarab turadi. Buni eshitib Narutoning qoni qaynaydi. "Qo'y, amaki, hurmatimni joyiga qo'ying. Men kelajakda qishloqning eng zo'r Hokagesi bo'ladigan yigitman", deb baqiradi. Tadzuna esa ustidan kulib, "Sen Hokage bo'lgan kuning osmonda cho'chqalar uchadi-ku" deb aytadi. Bu paytda esa o'rmon ichida ularni kimdir dahshatli tezlikda kuzatib kelayotgan edi. Qiziq, bu qanaqa yovuz dushman ekan-a? Naruto g'azablanib, "Ustimdan kulmang. Men albatta Hokage bo'laman. Qarab turing, hali ko'rasiz", deb baqiradi. Lekin ular bilishmasdiki, qalin daraxtlar orasida kimdir ularni poylab kuzatib turardi. Vaziyat jiddiylashyapti do'stlar. Yo'lda Kakashi ustoz ularga dunyo xaritasini tushuntirib beradi. Tadzunaning yurti to'lqinlar mamlakatining oroli bo'lib, atrofini dengiz o'rab turgani uchun u yerda ninjalar yo'q ekan. Kakashi yana 5 ta buyuk shinobi millati haqida gapirib beradi. Olov mamlakati, suv mamlakati, yashin mamlakati, shamol mamlakati va yer mamlakati. Olov mamlakatining markazi bizning yashirin barg qishlog'i, suv mamlakati esa yashirin tuman qishlog'i, yashin mamlakatida yashirin bulut qishlog'i joylashgan. Xullas, bu dunyo juda katta va xavf-xatarga to'la. Qani ko'ramiz, qahramonimizni oldinda nimalar kutyapti ekan. Kakashi tushuntirishda davom etadi. Shamol mamlakatida yashirin qum qishlog'i, yer mamlakatida esa yashirin tosh qishlog'i bor. Bu qishloq liderlari Kage, ya'ni soya deb ataladi. Bizdagi Hokage kabi boshqa qishloqlarda ham o'z kagelari bor. Bu 5 ta kage shunchalik dahshatli kuchga egaki, ular minglab ninjalarni bemalol boshqara oladi. Buni eshitib Sakura xursand bo'lib, "Demak bizning Hokage bobomiz shunchalik zo'r odam ekanda", deydi. Lekin uning ichidagi ikkinchi Sakura ensasini qotirib, "Shu qari chol rostdan ham biror narsa qila oladimi o'zi?" deb shubhalanadi. Naruto ham ichida, "To'g'ri aytadi. Men uni o'zimning bitta oddiy kulgili chalg'itish jutsusi bilan osongina yenggandim-ku. U unchalik ham kuchli bo'lmasa kerak", deb o'zicha tirjayib qo'yadi. Kakashi ularning xayolini o'qigandek, "Hoy bolalar, Hokagening dahshatli kuchini aslo past baholamanglar", deb ogohlantiradi. Xullas, jamoamiz o'rmon bo'ylab uzoq yo'l yurishadi, lekin e'tibor bering do'stlar, yo'lda kichkina ko'lmak suv yotibdi. Quruq havoda qayerdan keldi bu suv? Uning ichida kimdir yashirinib ularni poylab yotgan edi. To'satdan suv ichidan ikkita dahshatli yovuz ninja otilib chiqadi va to'g'ri Kakashiga tashlanadi. Ular Kakashini o'tkir tishli dahshatli temir zanjir bilan o'rab olishadi. 1, 2, 3 zanjirni shunday qattiq tortishadiki, Kakashi ustozning tanasi ko'z o'ngimizda mayda-mayda bo'laklarga bo'linib ketadi. Voy bu qonli dahshat. Buni ko'rib hammalarning aqli shoshadi. Shokdan qotib qolishadi. Endi esa bu ikkita qotil to'g'ri Narutoga qarab yuzlanishadi. "Endi navbat senga, tirrancha", deb yovuzlar o'tkir zanjirni Narutoga qarab uloqtirishadi. Naruto qo'rqqanidan qotib qolgan, lekin aynan shu soniyada bizning Kuruto yigitimiz Sasuke osmondan uchib kelib Narutoni qutqarish uchun dahshatli syuriken otadi. Syuriken zanjirga tegib, uni to'g'ri daraxtga mixlab qo'yadi. Dushmanlar joyida qotib qoladi. Sasuke esa to'g'ri ularning qo'liga sakrab tushib, shunday dahshatli tepki beradiki, temir zanjir chil-parchin bo'lib ketadi. Qoyil qolmay iloj yo'q, Sasuke yondiryapti. Zanjir uzilgach, qotillarni bittasi Narutoni o'ldirish uchun unga tashlanadi. Ikkinchisi esa usta Tadzunaga qarab yuguradi. Sakura darrov Tadzunani himoya qilish uchun oldinga chiqadi. Sasuke esa Sakurani to'sib dushmanga yuzlanadi. Yovuz ninja o'zining zaharli o'tkir panjalari bilan Sasukeni g'ajib tashlamoqchi bo'lib turganda, kutilmaganda o'lgan deb o'ylangan Kakashi ustoz paydo bo'lib qoladi. Bum! Nimalar bo'lyapti o'zi bu yerda? Qarasangiz, Kakashi ustoz o'sha ikkita qotilni bo'ynidan g'ijimlab ushlab turibdi. Kakashi xotirjamgina, "Salom Sakura, qalaysan?" deydi. Sasuke esa ichida, "Bu odam rosa maqtanchoq ekan-ku", deb ensasini qotiradi. Naruto esa shokda. "Axir siz o'lib qoluvdingiz-ku", deb baqiradi. Qarasaki, yerda Kakashining o'rniga maydalanib ketgan yog'och bo'laklari yotibdi. Bu o'sha mashhur o'rin almashtirish jutsusi. Kakashi Narutoga qarab, "Kechir, Naruto, senga darrov yordam bermadim. Dushmanni ko'rib shokdan qotib qolasan deb o'ylamagandim", deydi. Keyin Sakura va Sasukeni maqtab qo'yadi. Bechora Naruto esa ich-ichidan o'zini yeyapti.
Jin ursin. Men g'irt foydasizman. Sasuke qanaqa krutoy harakat qildi-ya. Umuman qo'rqmadi. Bitta tirnalish ham olmadi. U meni qutqarib qolganiga umuman chiday olmayman. Shu payt Sasuke Narutoga qarab ustidan kulib deydi. Yaralandingmi, qo'rqoq mushukcha? Voy vo, bu gap Narutoning jonidan o'tib ketadi. G'azabdan qizarib ketib, Sasuke'ni urish uchun tashlanadi. Lekin Kakashi uni shartta to'xtatib qoladi. Kakashi jiddiy ohangda: "Naruto, o'zingni bos. Dushmanning panjalarida zahar bor edi. Uni zudlik bilan tanangdan chiqarib tashlash kerak, bo'lmasa yomon bo'ladi", deydi. Buni eshitib Narutoning rangi quv o'chib ketadi, vahimaga tushib qoladi. Keyin Kakashi usta Tatsunaga: "Siz bilan jiddiy gaplashib olishimiz kerak", deydi. Kakashi bu qotillar yashirin tuman qishlog'ining ninjalari ekanligini, ular tinimsiz hujum qilish bilan mashhurligini aytadi. Qotillar hayratda: "Bizni qanday sezib qolding?" deyishadi. Kakashi kulib: "Kalla yo'qmi sizlarda? Havo ochiq, yomg'ir yog'magan bo'lsa-yu, yo'lning o'rtasida ko'lmak suvi yotsa, kim ham bunga ishonardi", deydi. Tatsuna esa hayron bo'lib: "Agar ularni oldindan sezgan bo'lsang, nega bu yosh bolalarni jangga tashlading?" deb so'raydi. Kakashi xotirjam javob beradi: "Men bu ikkalasini bir soniyada pichoqlab tashlashim mumkin edi, lekin ularga hujum qilishga ruxsat berdim. Chunki ularning asl nishoni kim ekanligini bilishim kerak edi." Tatsuna qaltirab: "Nima demoqchisan o'zi?" deb so'raydi. Kakashi uning ko'zlariga qarab deydi: "Men bu qotillarni bizga hujum qilyaptimi yoki sizgami, shuni aniqlamoqchi edim. Siz Hokagedan yordam so'raganingizda meni oddiy qaroqchi va bezorilardan himoya qilinglar degandingiz. Lekin joningizga haqiqiy professional ninjalar qasd qilganini yashirgansiz. Agar biz buni oldindan bilganimizda, bu missiya darhol B yoki undan yuqori darajaga ko'tarilardi. Va biz ham shunga yarasha dahshatliroq strategiya tuzib kelardik. To'g'ri, balki buni yashirish uchun o'zingizda qandaydir shaxsiy sabablaringiz bordir. Lekin bu g'irt qoidabuzarlik-ku. Amaki, bizga yolg'on gapirishingiz umuman to'g'ri kelmaydi. Jamoamiz bu missiyani shu joyda to'xtatadi. Biz buni rad etamiz", deydi Kakashi. Lekin shu payt kutilmagan dahshatli voqea yuz beradi. Naruto shartta qo'lidagi o'tkir kunayni oladi-da, zaharli qonni chiqarib tashlash uchun o'zining yuragiga sanchib oladi. Qars! Hamma buni ko'rib shokdan qotib qoladi. Naruto ko'zida yosh, lekin qat'iyat bilan baqiradi: "Men boshqalarga o'xshamayman. Men bu darajaga yetish uchun qanchadan qancha ter to'kdim. Hamma bolalar mazza qilib o'ynab yurganda, men soatlab tinimsiz jutsuni mashq qildim. Orzuyimga yetish uchun shuncha mehnat qildim. Endi hech qachon ortga chekinmayman. Hech qachon taslim bo'lmayman. Va eng asosiysi, men Sasuke'ga yutqazmayman. Boshqa hech qachon kimgadir meni qutqarishiga muhtoj bo'lib qolmayman. Mana shu qonli yaram ustida qasamyod qilaman. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, bu missiyani oxiriga yetkazaman va sizni mana shu kunayim bilan himoya qilaman, amaki." Voy bo, Naruto yondirdi-ku do'stlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Buni ko'rib Kakashi ustoz jiddiy ohangda: "Naruto, qonni ko'p yo'qotyapsan. Bunaqa ahmoqlik qila ko'rma, o'lib qolasan", deydi. Buni eshitib bizning qahramonimiz Narutoning rangi quv o'chib ketadi. Vahimaga tushib dodvoy qilishni boshlaydi. "Voy, men hali yoshman-ku. Uylanmaganman, Hokage bo'lmaganman, o'lishni xohlamayman. Qutqaringlar meni", deb yig'lab yuboradi. Boyagi qahramonlikdan asar ham qolmadi-ku. Kakashi uning qo'lini ushlab yarasiga qaraydi va hayratdan qotib qoladi. Kakashi ichida: "Iye, bu qanaqasi? Uning yarasi allaqachon o'z-o'zidan bitishni boshlabdi-ku", deb o'ylaydi. Naruto esa qaltirab: "Kakashi ustoz, nega menga unaqa g'alati qarayapsiz? Men o'lmayman-a, to'g'rimi?" deb so'raydi. Kakashi tezda uning qo'lini bint bilan bog'lab: "Ha, xavotir olma. Hammasi joyida. Yashab ketasan", deydi. Lekin Kakashining miyasida bitta dahshatli savol aylanardi. Nahotki bu g'ayritabiiy tez tuzalish uning ichidagi o'sha 9 dumli tulkining kuchi bo'lsa? Endi esa do'stlar, kadr o'zgaradi. Qalin o'rmon o'rtasidagi qandaydir sirli qorong'u uyning ichidamiz. U yerda bitta boyvachcha, yovuz odam kimgadir qarab baqiryapti. "Nima? Yana yiqildilaringmi? Men sizlarga o'xshagan yollanma ninjalarga shuncha pulni bekorga to'ladimmi? Hammasi havoga uchdi-ku." Buni eshitgan ro'paradagi dahshatli qotilning asabi qaynaydi. U shartta o'zining ulkan qonli qilichini sug'urib olib, boyvachchaning tomog'iga tiraydi. "Men bilan ohangingga qarab gaplash, pakana. Kim bilan savdolashayotganingni unutib qo'yding shekilli. Keyingi safar bu ishni o'zim qo'lga olaman va o'sha cholni o'zim narigi dunyoga jo'nataman", deb o'dag'aylaydi. Boyvachcha esa qaltirab:
Lekin usta Tadzuna o'zini himoya qilish uchun yashirin barg qishlog'idan ninjalarni yo'llagan. Endi ular bizning maqsadimizni aniq bilib olishgan deb tushuntiradi. Ana xolos, qahramonlarimizni oldinda haqiqiy qonli jang kutyapti shekilli. Demak, ular ham jangga tayyor turishibdi, deydi boyvachcha. Buni eshitgan ulkan qilichli dahshatli qotil g'azab bilan: "Nima? Mening kuchimga shubha qilyapsanmi? Men yashirin tuman qishlog'ining afsonaviy qotili Zabuza Momochiman. Qarab tur. O'sha beshalasini ham birma-bir narigi dunyoga jo'nataman", deb o'dag'aylaydi. Voy bo! Zabuza akamiz sahnaga chiqdi do'stlar. Endi esa kadr o'zgaradi. Bizning 7-jamoa usta Tadzuna bilan birga kichkina qayiqda dengizni kesib o'tishmoqda. Atrofni qop-qorong'u quyuq tuman qoplagan. Xuddi qo'rqinchli kinolardagidek. Qayiqchi pichirlab, "Ko'prikka oz qoldi. To'lqinlar mamlakati juda yaqin", deydi. Birozdan so'ng ulkan ko'prik ko'zga tashlanadi. Buni ko'rib hammalari hayratda qolishadi. Bizning to'polonchi Naruto esa o'zini tuta olmay bor ovozi bilan: "Wow! Qanaqa dahshatli katta ko'prik bu!" deb baqirib yuboradi. Buni eshitgan qayiqchining tepa sochi tikka bo'ladi. Qayiqchi g'azab bilan pichirlab baqiradi: "Og'zingni yop, ahmoq bola! Men senga jim ketamiz demaganmidim? Nega shuncha quyuq tuman ichida yashirinib ketyapmiz deb o'ylaysan o'zi? Dushmanlar bizni ko'rib qolmasligi uchun-ku." Buni eshitib Naruto darrov og'zini yopib oladi. Shu payt Kakashi ustoz usta Tadzunaga qarab, o'ta jiddiy ohangda deydi: "Xo'sh, usta, endi hammasini ochiqchasiga gaplashib olamiz. Nega u dahshatli qotillar aynan sizning joningizga qasd qilyapti? Agar hoziroq bor haqiqatni aytmasangiz, sizni shu qirg'oqning o'zida tashlab qishloqqa qaytib ketamiz." Tadzuna xo'rsinib nihoyat yoriladi. "Kakashi, sen haqsan. Men sizlarga yolg'on gapirdim. Bu oddiy missiya emas. Mening orqamga tushgan odam o'ta qudratli, xavfli shaxs. U meni yo'q qilish uchun eng dahshatli qotillarni yollagan." Tadzuna gapida davom etadi: "U odamni balki o'zingiz ham yaxshi bilarsiz. Hech bo'lmasa ismini aniq eshitgansiz." Kakashi hayron bo'lib, "Kim ekan u shunchalik?" deb so'raydi. Tadzuna qaltirab javob beradi: "U butun dunyodagi eng boy, eng qudratli odamlardan biri. Kema qatnovi magnati Gato." Buni eshitib Kakashining ko'zlari qinidan chiqib ketay deydi. "Nima? O'sha mashhur transport komissiyasining egasi Gatomi? Axir u butun dunyoga tanilgan hurmatli biznesmen-ku." Tadzuna achchiq kulib shunday deydi: "Ha, oddiy xalqning ko'ziga u shunchaki muvaffaqiyatli biznesmen bo'lib ko'rinadi. Lekin uning asl basharasi butunlay boshqacha. U o'ta shafqatsiz, qonxo'r va yovuz odam. U yashirincha qora dori sotadi, mafiyani boshqaradi va meni o'ldirish uchun eng dahshatli yollama qotillarni ishga solgan." Ana xolos, do'stlar, ishlar pachava bo'ldi-ku. Tadzuna davom etadi: "Bu yaramas Gato roppa-rosa 1 yil oldin bizning to'lqinlar mamlakatiga kelib qolgandi. O'zining harom pullari bilan butun orolning kema va transport qatnovini bosib oldi. Unga qarshi bir og'iz gapirgan odam shu zahoti izsiz g'oyib bo'lardi. Tasavvur qilyapsizlarmi do'stlar? Agar orolning dengiz yo'llarini kimdir yopib qo'ysa, demak u butun mamlakatni o'z qafasiga solib olgan bo'ladi. Bu yovuz Gato hech narsadan qo'rqmaydi. Faqat bitta narsadan tashqari. Bu ham bo'lsa men qurayotgan ulkan ko'prik. Agar shu ko'prik bitib quruqlikka ulansa, uning monopoliyasi chilparchin bo'ladi. Men esa o'sha ko'prikning bosh me'moriman." Buni eshitgan aqlli Saskiyimiz darrov xulosa qiladi: "Demak, boyagi bizga hujum qilgan qotillar ham aynan shu Gatoga ishlarkanda." Kakashi ustoz ensasini qotirib, "Xo'p, hammasi tushunarli. Lekin nega buni bizdan yashirdingiz, amaki?" deb so'raydi. Tadzuna esa yig'lamsirab javob beradi: "To'lqinlar mamlakati juda kambag'al davlat. Bizning oddiy xalqimizda A darajali yoki B darajali qimmat missiyalarni sotib olishga umuman pul yo'q. Agar sizlar meni shu qirg'oqda qoldirib yolg'iz tashlab ketsangiz, ko'prik umuman qurilmaydi va men uyga yetmasimdanoq chavaqlab tashlashadi." Keyin esa qaranglar, bu chol zo'r aktyor ekan-ku. O'zini bechoraga solib, "Mayli, ketaveringlar, hech qisi yo'q. Shunchaki jajji nevaram har kuni qon yig'lab, bobojonim qayerdasiz deb faryod qiladi xolos." Buni eshitib Naruto va Sakuraning yuz ifodasini ko'rsangiz, xuddi limon yeb qo'ygandek g'alati bo'lib ketishadi. Tadzuna aktyorlikni davom ettirib, "Yolg'iz qizim ham butun umr aza tutib, mening o'limimda faqat siz ninjalarni ayblab o'tadi. Lekin xavotir olmanglar.
Bunda sizlarning umuman aybingiz yo'q, deb ataylab ularning vijdonini qiynaydi. Jamoamiz buni eshitib, o'zlarini yomon his qilib, boshlarini egib qolishadi. Kakashi ustoz xo'rsinib, qariya bopladingiz. Boshqa ilojimiz yo'q. Sizni oxirigacha himoya qilamiz endi, deydi. Tadzuna darrov xursand bo'lib, voy, katta rahmat, deydi-yu o'zicha jilmayib, men yutdim, deb qo'yadi. Ayyor choley. Xullas, ular qirg'oqqa yetib kelib, o'rmon bo'ylab yo'lga tushadi. Naruto esa boyagi voqeadan keyin Sasuke'ga yomon qarab ichida, bu safar hamma Kuruto ishlarni Sasuke qilishiga yo'l qo'ymayman, o'zim qahramon bo'laman, deb o'ylaydi. U atrofga shubhali qarab, chap va o'ngni kuzata boshlaydi va to'satdan chap tomondagi butalar orasida kimdir yashirinib turganini sezib qoladi. Qiziq, u yerda kim bor ekan-a? Naruto shartta qo'lidagi kunayni butalar orasiga uloqtiradi. Hamma qo'rqqanidan o'zini chetga oladi. Naruto esa xuddi Kurutoy qahramonlardek qotib turadi-da, keyin tirjayib, xavotir olmanglar, shunchaki bitta oddiy sichqon ekan, deydi. Buni eshitgan Sakuraning asabi qaynaydi va uni tinimsiz qarg'ashni boshlaydi. Lekin Naruto to'xtamaydi. Yo'q, rostdan ham kimdir bor. Mana bu yerda. Yo'q, mana bu yerda, deb orqasiga o'giriladi-yu yana bitta kunayni shartta otib yuboradi. Sakura chiday olmay Narutoning boshiga shunday dahshatli musht tushiradiki, bechora uchib tushadi. Naruto yig'lamsirab, "Rost aytyapman, bizni kimdir kuzatyapti", deydi. Kakashi borib butalar orasini qarasaki, voy bechora, u yerda bitta oppoq quyoncha Narutoning kunayidan arang omon qolib shok holatida qaltirab o'tirardi. Qahramonimiz quyon ovchisiga aylanibdi-ku. Naruto darrov quyonchaning oldiga yugurib borib uni bag'riga bosadi. "Voy voy voy, asalligini, kechir meni, qo'rqitib yubordimmi?" deb erkalaydi. Lekin Kakashi ustozning yuzi jiddiylashadi. U ichida o'ylaydi, "To'xta, bu qor quyoni-ku. Lekin uning mo'ynasi faqat qishda oppoq bo'ladi. Hozir esa yoz. Demak, bu quyonni kimdir quyosh nuridan uzoqda, qorong'u joyda ataylab boqib kattalashtirgan. Bu degani o'rin almashtirish jutsusi." Kakashining shubhasi 100% to'g'ri chiqadi. Qalin daraxt shoxlari orasida kimdir ularni diqqat bilan kuzatib turardi. Ha, do'stlar, Naruto boya rostdan ham dushmanga hujum qilgan, lekin u quyon bilan o'rin almashtirib qochib qolgan ekan. Daraxtdagi sirli qotil o'zicha pichirlaydi. Endi tushunarli, nega anavi ikkita ahmoq missiyani eplay olmaganini endi bildim. Axir ularning ro'parasida yashirin barg qishlog'ining afsonaviy nusxachi ninjasi Sharinganli Kakashi turibdi-ku. Va to'satdan o'sha sirli qotil daraxtdan yashindek tezlikda pastga sakraydi. Kakashi ustoz bor ovozi bilan, "Hammangiz tepaga qaranglar, yotinglar", deb baqiradi. Ular tepaga qarashsa, voy, osmondan shunday dahshatli ulkan qonli qilich aylanib kelyaptiki, u to'ppa-to'g'ri usta Tadzunaning kallasini uzib tashlashga qaratilgan edi. Yaxshiyamki hammalari o'zlarini yerga otib arang qochib qolishadi. Qilich daraxtga sanchiladi va uning ustiga o'sha daraxtli yovuz ninja kelib qo'nadi. U Kakashiga qarab sovuqqonlik bilan, "Sharinganli Kakashi, to'g'rimi?" deydi. Buni eshitgan Sasukening ko'zlari qinidan chiqib ketay deydi. "Sharingan? Bu qanaqa dahshatli narsa o'zi?" deb shokda qotib qoladi. Sakura ham hayratda. "U nima deyapti? Nahotki Kakashi ustozning qandaydir yashirin afsonaviy kuchi bo'lsa?" deb o'ylaydi. Kakashi esa o'ta jiddiy ohangda, "Hammangiz jangga tayyorlaninglar. Bu oddiy dushman emas", deb buyruq beradi. Qani, ketdik do'stlar. Haqiqiy jangni tomosha qilamiz. Shundan so'ng Kakashi ustoz peshonasidagi bog'ichini sekin tepaga ko'taradi va uning yashirin ko'zi ochiladi. Zabuza tirjayib, "Oho, afsonaviy Sharinganni o'z ko'zim bilan ko'rish nasib qildi-ku. Qanday omadim keldi", deydi. Naruto hech baloni tushunmay, "Sharingan, Sharingan deysizlar, tushuntiribroq gapiringlar", deb baqiradi. Sasuke esa jiddiy ohangda tushuntiradi. "Sharingan bu ko'zlarda joylashgan o'ta noyob afsonaviy kuch. Bu dajutsuga ega bo'lgan ninja har qanday genjutsu, taijutsu yoki ninjutsuni bir soniyada o'qib olib, dushmanlarning o'ziga qaytarib ura oladi." Zabuza kulib yuboradi. "Barakalla yigitcha, to'g'ri topding. Lekin Sharinganning kuchi faqat bu emas. U dushmanning har qanday texnikasini ipidan ignasigacha ko'rib, uni 100% aniqlikda nusxalay oladi. Kakashi, sening ma'lumotnomang shunchalik dahshatliki, xo'jayinim seni ko'rgan joyda yo'q qilishni buyurgan. Sen bizning qora ro'yxatimizda, ya'ni Bingo kitobida eng tepada turasan. Minglab jutsularni nusxalagan odam, nusxachi Kakashi." Buni eshitib Sakura hayratdan qotib qoladi.
Voy bu, Kakashi ustozimiz shunchalik Kurutoy ekanda. Sasuke esa ich-ichidan shokda edi. Sasuke o'zicha o'yladi. To'xta, axir Sharingan faqat bizning Uchiha klaniga xos bo'lgan o'ta noyob qobiliyat-ku. Nahotki Kakashi ham Uchiha klanidan bo'lsa. Shu payt Zabuza gapni kesadi. Bo'ldi, yetar shuncha gap. Endi men bu qari cholni hoziroq narigi dunyoga jo'nataman. Sasuke va Sakura darrov usta Tatsunaning oldini to'sib himoya pozitsiyasiga o'tishadi. Kakashi esa ularning oldiga chiqib qalqon bo'ladi. Zabuza sovuqqonlik bilan tushunarli, demak cholga yetib borishim uchun birinchi navbatda seni yo'q qilishim kerak ekanda, Kakashi deydi. U yashin tezlikda daraxtga sanchilgan ulkan qilichini sug'urib oladi-da, to'g'ri daryo suvi ustiga borib turib oladi. Ha, u suv ustida bemalol turadi. Uning atrofida suv aylanib dahshatli energiya yig'a boshlaydi. Kakashi ogohlantiradi. Ehtiyot bo'linglar. U juda ko'p chakra yig'yapti. Zabuza barmoqlari bilan maxsus ishora qilib, ninja san'ati, yashirin tuman jutsusi deb baqiradi va bir soniya ichida atrofni shunday quyuq, qop-qorong'u tuman qoplab oladiki, Zabuza uning ichida izsiz g'oyib bo'ladi. Qani, endi ko'ramiz nima bo'lar ekan. Kakashi ustoz hammaga qarab, qo'rqmanglar. U birinchi bo'lib menga hujum qiladi deb tinchlantirishga urinadi, lekin shu payt tumanning har tarafidan Zabuzaning sovuq, dahshatli ovozi yangraydi. Kekirdak, umurtqa, o'pka, jigar yoki to'g'ridan to'g'ri yurak. Xo'sh, qaysi zaif nuqtangizdan urib yanchib tashlasam ekan, ha? Voy bu, buni eshitib hammalarning yuragi qinidan chiqib ketay deydi. Kakashi darrov o'zining dahshatli chakrasini portlatib atrofni tozalashga harakat qiladi. Bizning sovuqqon Sasuke'miz esa dahshatdan qaltirab qoladi. U ichida o'ylaydi. Bu qanaqa qonxo'rlik? Hatto bitta chuqur nafas olish yoki ko'zimni ozgina qimirlatsam ham o'limga sabab bo'lishi mumkin. Agar bu vahima yana biroz davom etsa, aniq aqldan ozaman. Ikkita dahshatli Jonin darajasidagi yirtqichlarning jangi. Xuddi hoziroq o'lib qoladigandekman. Sasuke qaltirab, men hayotimda hech qachon bunaqa dahshatni his qilmaganman. Bu bosimga boshqa chiday olmayman. Bunday yashagandan ko'ra o'lganim yaxshi deb o'ylaydi. U shu darajada shokda ediki, titragan qo'llari bilan kunayni olib o'zining qorniga sanchmoqchi bo'ladi. Shu payt Kakashi ustoz, Sasuke tinchlan. Menga ishon, men o'z jamoamni o'lishiga yo'l qo'ymayman deydi, lekin to'satdan ularning naq o'rtasida Zabuzaning ovozi eshitiladi. Sening o'rningda bo'lsam, bunchalik ishonch bilan gapirmasdim. Zabuza roppa-rosa uchala bolaning o'rtasida paydo bo'lib qolgan. Kakashi orqasiga o'girilib qarasa, Zabuza o'zining ulkan qilichini bolalarga qarab siltayotgan bo'ladi. Kakashi yashin tezlikda otilib borib, kunayi bilan Zabuzaning qorniga sanchadi. Hamma yengil tortgandek bo'ladi, lekin shoshmang, tutun tarqalgach qarasak, Kakashi sanchgan narsa shunchaki suv kloni. Haqiqiy Zabuza Kakashining naq orqasida turardi. Bum! Qanaqa epik burilish bo'ldi do'stlar bu. Bu holatni ko'rib qolgan Naruto esa ustoziga qarab, "Kakashi sensei, u orqangizda!" deb baqiradi. Kakashi orqaga o'girilishi bilan Zabuza o'zining ulkan qilichini uning qorniga sanchib, naq ikkiga bo'lib tashlaydi. Voy bo! Dahshat bo'ldi-ku bu sahna. Lekin Zabuza ne ko'z bilan ko'rsinki, ikkiga bo'lingan Kakashi qonga emas, suvga aylanib ketadi. Ha, bu suv kloni edi. Zabuza shokda. Suv jutsusimi? Qanaqasiga? Shuncha quyuq tuman ichida ham u mening texnikamni ko'rib nusxalashga ulgurdimi? deb o'ylaydi. Shu payt Kakashi Zabuzaning naq orqasida paydo bo'lib, tomog'iga o'tkir kunayni tiraydi. Qimirlama, o'yin tugadi deydi. Buni ko'rib bolalar xursandligidan sakrab yuborishadi, lekin Zabuza to'satdan qotib kulishni boshlaydi. Kakashi, sen hali ham tushunmading, ha? Sening texnikang shunchaki arzon nusxa. Men hech qachon qandaydir nusxachi ninjadan yengilmayman. Lekin tan olaman, ba'zan meni rostdan ham hayratda qoldirgansan, deydi u. Zabuza kulib tushuntiradi. Sen juda ayyorona harakat qilding, Kakashi. Boya bolalarga qarab jonimni tikib bo'lsa ham, sizlarni qutqaraman deb balandparvoz gaplarni gapirganingda u yerda o'zing emas, shunchaki kloning turgan ekan. Sen ataylab mening e'tiborimni chalg'itish uchun kloningni gapirtirding. O'zing esa qalin tuman ichiga yashirinib mening hujum qilishimni poylab yotganding. Qoyil, yomon reja emas. Va aynan shu payt Zabuzaning haqiqiy o'zi Kakashining orqasida paydo bo'ladi. Lekin meni bunchalik osonlikcha laqillata olmaysan, deb maqtanadi u. Kakashi kunaytirib turgan Zabuza ham shunchaki suvdan yasalgan klon bo'lib chiqadi. Kakashi yashindek tezlikda orqaga o'giriladi. Zabuza esa o'zining dahshatli qilichi bilan uning kallasini uzish uchun siltaydi. Yaxshiyamki Kakashi chaqqonlik bilan pastga egilib, bu o'lim zarbasidan arang
qutulib qoladi. Lekin Zabuza bo'sh kelmaydi. U Kakashiga shunday dahshatli tepki tushiradiki, Kakashi uchib borib to'g'ri daryo suviga gumburlab tushadi. Buni ko'rgan Sakuraning jag'i yerga tegib qoladi. Yo'q, ishonmayman. U bizning yengilmas Kakashi ustozimizni bitta zarba bilan shuncha uzoqqa uloqtirib yubordimi? Kakashi suv yuzasiga qalqib chiqib, g'alati narsani sezadi. To'xta. Bu oddiy suv emas. U dahshatli darajada og'ir va quyuq-ku. Shu payt Zabuza uning tepasida paydo bo'lib, "Ahmoq, suv qamog'i jutsusi!" deb baqiradi. Kakashi ulkan suv sharining ichida qamalib qoladi. Men eng katta xatoga yo'l qo'ydim. Bu suvga tushmasligim kerak edi. deb o'zini o'zi yeydi. Zabuza esa yovuzlarcha qotib kuladi. Bu qamoq suvdan yasalgan bo'lsa ham po'latdan ming chandon mustahkamroq. Jang qilish u yoqda tursin. Endi hatto barmog'ingni ham qimirlata olmaysan. Seni keyinroq qiynab o'ldiraman. Avvalanavi mitta o'quvchilaringni pachoqlarini chiqarib tashlay, deydi-da suv jutsusi yordamida o'zining yana bitta dahshatli klonini yaratadi. Ana bo'lmasam, bolalarning holi endi nima kecharkan? Buni eshitib hammalarning yuragi qinidan chiqib ketay deydi. Zabuza ustilardan kulib, bitta oddiy peshona bog'ni taqib olib, o'zlaringni haqiqiy ninja deb o'ylayapsanlarmi? Qachonki ismingiz mening dahshatli bingo kitobimga tushsa, ana shundagina sizlarni ninja deb tan olaman, deydi. Keyin u quyuq tuman ichida issiz g'oyib bo'ladi va to'satdan Narutoning naq ro'parasida paydo bo'lib shunday dahshatli zarba beradiki, bechora Naruto uchib ketadi. Sakura va Sasuke shokda qotib qolishgan. Suv qamog'idagi Kakashi ustoz esa bor ovozi bilan baqiradi. "Meni eshitinglar, usta Tatsunani olinglar-da bu yerdan tezroq qochinglar. Sizlar bu yirtqichni yenga olmaysizlar. U hozir bor kuchini meni qamab turishga sarflayapti. Klonini esa faqat ozgina qolgan chakrasi bilan boshqaryapti. Shuning uchun uning kloni asl tanasidek dahshatli kuchga ega emas. Agar undan uzoqroqqa qochsangiz, u sizni quvib bora olmaydi. Tezroq qochinglar!" deb buyruq beradi Kakashi. Lekin bizning aqlli Sasuke'miz ichida o'ylaydi. Qochishdan foyda yo'q. U baribir bizni topib birma-bir yo'q qiladi. Agar o'zimiz yakkama-yakka jang qilsak ham aniq o'lamiz. Tirik qolishning yagona bitta yo'li bor. Kakashi ustozni bu qamoqdan qutqarish. Shunday qilib Sasuke o'zini jangga uradi. U Zabuzaga qarab yashin tezlikda syurikenlar yomg'irini yog'diradi. Lekin Zabuza ularni ulkan qilichi bilan osongina to'sib qoladi. Sasuke bo'sh kelmay yana hujumga o'tadi. Lekin Zabuza uni shartta tomog'idan ushlab, xuddi o'yinchoqdek uzoqqa uloqtirib yuboradi. Dahshat. Keyin esa yovuz qotil qaltirab turgan Narutoga qarab yaqinlasha boshlaydi. Narutoning ichiga g'ulg'ula tushib, "Tezroq bu yerdan qochishim kerak. Bo'lmasa u meni hozirning o'zida pachoqlab tashlaydi" deb o'ylaydi. U orqasiga qadam tashlab qochmoqchi bo'lganda to'satdan jarohatlangan qo'li dahshatli darajada og'rib ketadi. Naruto qonli qo'liga qarab boyagina bergan qasamyotini eslaydi. "Men boshqa hech qachon jang maydonidan qochmayman" deganda axir u. Shu payt Naruto qarasaki, yaramas Zabuza uning qadrli ninja bog'ichini oyog'i bilan bosib turibdi. Bu bog'ichni ko'rib Narutoning ko'z o'ngidan Iruka sensei bilan bo'lgan xotiralari o'tadi. Iruka ustoz unga bu bog'ichni qanday mehr bilan bergani yodiga tushadi va Kakashi ustozning o'sha dahshatli gapi qulog'i ostida jaranglaydi. Dushman qachondir orangizdan kimnidir asir olib, sizni o'ta qiyin, azobli tanlov oldida qoldiradi. Mana shu gaplarni Naruto albatta eslaydi. Qani ko'ramiz, Naruto qanday yo'l tutarkan bu yog'iga. Bugungi hikoyamiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar men tayyorlagan Naruto animesining 2, 3, 4 va 5 qismlarini birdaniga YouTube kanalimizda chiqishini kutmasdan tomosha qilishni xohlasangiz, hoziroq video ostida qoldirilgan havola orqali Anishoir ilovamizga o'tib, qolgan qismlarni ham bemalol tomosha qilsangiz bo'laveradi. Kanalimizni qo'llab-quvvatlash va YouTube bizning videolarimizni ko'plab insonlarga tavsiya etishi uchun videoga like bosing va izohlarda sizga Naruto animesidagi qaysi qahramon ko'proq yoqqanini yozib qoldiring. Albatta bu bizning rivojimiz uchun juda katta yordam bo'ladi. Keyingi qismlarda ko'rishguncha